Qanaqa eng top qaysi korxonalarni aniq qilgansiz? Borib, o'sha tizimlashtirib ko'tarib bergansiz. 7000 dan ziyod tadbirkorlar turli xil programmalarimizda, turli xil dasturlarimizda qatnashgan. O'sha paytda rus tilida bo'ladigan ayrim treninglar bo'lardi, lekin unaqangi masshtabli treninglar bo'lmasdi. Qandaydir bir muammo bor, unga yechim yo'q. To'xta deydi, mana shuni biznesga aylantiraylik deydi, uni biznesga aylantiradi. Birinchi boshlaganingizda klient yig'ish qiyin bo'lmaganmi? Tadbirkorlarni yig'ish. Ayrim mutaxassislarda men shu narsani ko'raman, juda qiyin terminlarni ishlatadi, juda ko'p professional so'zlarni ishlatadi. Yangi xodim kelganda, kooperator kelganda, men unga bir oyda adaptatsiya bo'lib ketish uchun nima qilishim kerak? Inson o'zini xatosini tan olsa, unga nimadir o'rgatsa bo'ladi. Tan olmasa, unga hech narsa o'rgatib bo'lmaydi. O'qigandan keyin necha foiz shu olgan instrumentlarni ishlatadi? Raqobat rivojlanyapti, chet eldan kuchli o'yinchilar kiryapti va buni nafasini his qilgan tadbirkorlar allaqachon avtomatizatsiya instrumentlarini tatbiq qilib, katta natijalarga erishib bo'lishdi. Shu jumladan korxonani jarayonlarini avtomatlashtirib, har bitta bo'limini nazorat qilishga yordam beradigan SAP Business One platformasini qo'llab, allaqachon Exact, Climadance, Probox, Neoline, Brauf, Orient Keramik va shu kabi katta korxonalar allaqachon yaxshi natijalarga erishdi. Agar siz ham SAP Business One platformasini o'z korxonangizda tatbiq qilmoqchi bo'lsangiz, BIS kompaniyasi sizga yaqindan yordam beradi. BIS kompaniyasida 4 yildan 7 yilgacha tajribaga ega mutaxassislar faoliyat yuritib kelishadi va avtomatizatsiya bo'yicha sizni qiynayotgan savollarga javob berishadi. Siz ham rivojlangan kompaniyalar qatorida bo'lishni xohlasangiz, quyida konsultatsiya uchun havola qoldiramiz. Shoshiling. Kelajakda tadbirkorlar baribir shunga o'zi keladi degan bir signal bo'lgan menga. Qaror qabul qilishimga ham sabab bo'lgan o'sha 7-noyabrda kelgan Brian Tracy. Shundan keyin men aytganmanki, bu tadbirkorlarni o'qitish sistemalari rivojlanadi, baribir keladi bizga ham tadbirkorlar o'qiydi. Qaror qabul qilingan korxona ochishga shu paytda. Nima sohada bo'lgansiz? O'zi men harbiy fakultetni bitirganman. Harbiy bo'laman deganman. Harbiy bo'laman deganman. Ma'lum bir sabablarga ko'ra o'qib yurgan paytimda o'sha fikrimdan qaytganman. Keyin kollejda ishlaganman. Kollejda ishlaganman. 4 yilcha odamlar bilan, studentlar bilan, o'quvchilar bilan. Undan keyin dizaynerskiy studiyada ishlaganman. Arxitektura dizaynerskiy studiyada ustozim как do'stim, uning qo'lida ishlaganman 4 yil, как shogird sifatida. Ya'ni harbiy fakultet, kollej, dizaynerskiy studiya. Undan keyin konsalting. Orada yana mayda-chuyda narsalar bo'lgan. Bir-biriga aloqasi yo'qdek tuyuladi, lekin qanaqadir aloqasi bo'lar ekanda. Harbiy fakultet qandaydir bir disiplinalar, qanaqadir narsalarni o'rgatdi. Kollejda odamlar bilan muloqot qilishni o'rgandim. Dizaynerskiy studiyada korxonani ichkarisidan kichik korxona qanaqa o'zi rivojlanadi, nima xatolar qiladi, prodajada, proyekt menejmentida, xodimlar bilan ishlashda, boshqaruvda, soldiylik ichkaridan ko'rishga sabab bo'lgan. O'zingiz studiyasi bo'lganda? Yo'q, bu o'rtog'imning ishxonasi bo'lgan. O'rtog'imning ishxonasida ishlab o'rganganman shu narsani. Dizayner ekansiz-da, anotda. O'rtog'im dediki, harbiy dizaynersan deydi. Nega harbiy? Qanaqa bo'ladi u harbiy? Ya'ni harbiy fakultetni bitirganman-ku. Harbiy bo'laman deganman-ku. Keyin kollej, keyin dizayn. Hammasini qo'shsangiz agar harbiy dizayner bo'ladi. Shunaqa deydi o'rtog'im. Harbiy dizayner, trener. Anaqalar bilan ishlagansiz, Bezod akalar bilan, BTSlar bilan. BTSlar bilan ishlaganmiz. Biz o'sha Shahriyor bilan gaplashayotgandik. 2021-yilmi bir borganimizda aytishgan. Shuhrat akami aytgan. Ibrohim aka 6 oymi, 8 oymi? 1 yilcha gidjet ishladi adashmasam. 1 yilchami даже? 6 oymidi. 9 oymancha, 9 oy ishlaganmiz. Qog'ozda hammasini yozib, chizib, instruksiya qilib topshirib ketasiz, to'g'rimi yo'qda? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Unaqa oldin qilishgan. Unaqa narsa ishlamaydi, ya'ni ISO sertifikatini beradiganlar bo'ladi-yu. U yerda ham standartda-yu ma'lum bir. Kelishgan, hamma narsani propisat qilishgan, hamma narsa yozilgan, bu qanaqa bo'ladi, bu qanaqa bo'ladi. Bu hamma dokumentda chetda turadi-da, ishlamaydi-da u. Ya'ni bu yerda o'sha ularni qo'li bilan qilish kerak degan tarafdoriman.
ularni vovlikat qilish kerak. Jarayonda nima, har bitta jarayon qanaqa tuzilayotganini o'zi guvoh bo'lish kerak. Nima uchun javob berishini bilish kerak. Bu xuddi Qur'onning nozil bo'lishi 23 yil davom etganda, har bittasi nozil bo'lgandan keyin yashalgan o'sha bilan. Siz o'shani ishlatib, ko'rsatib, tepasida turib, kenchib ketishingiz kerak. Shunaqa, ya'ni shu jarayonda, ya'ni qancha muddat ishlaymiz, qaysidir bir instrumentni joriy qilamiz, komandasi bilan ishlaymiz, o'rgatamiz. Keyin bular borishadi, o'sha narsani o'sha boshlashadi qo'llashga. O'rtada yana nimadirlar bo'ladi, o'xshaydi, o'xshamaydi, qilishadi, qilishmaydi, dangasalik qiladi, boshqa bo'ladi, cho'zadi. Sekin qo'llab ketaveradi. Bizda ham anaqa bormi? Shunaqa protsesslarni standartizatsiyasi bo'yicha ISO sertifikatlari bor, O'zbekistonda bor bunaqa nimalar, tashkilotlar. Kim? Bizda bir o'qigan bir nimalar bor edi, kontaktlar bor bo'lishi kerak. Kimlarga kerak bo'ladi u? Uni olish, bunaqa sertifikatlarni olish? Endi bo'ladi. eksport qilaman desangiz, ma'lum bir dokumentatsiyalar so'rashadi. Bu sertifikating bormi? Bu sertifikating bormi degan narsani so'rashadi. O'zbekiston bozorida sertifikatingga ham, stadioningga ham deydigan narsa. Bizda to'g'ri. Bo'ldi, anaqa uramiz. Assalomu alaykum. Yana efirda Raqamizatsiya podkastimiz. Bugungi bizning mehmonimiz uzoq kutilgan trening bozorida eng qadimiy oldingi trenerlardan bo'lgan Ibrohim aka Gulyamov bo'ladilar. Ibrohim aka, xush kelibsiz. Vaqtingizni ajratib Assalomu alaykum. bizga mehmon bo'lganingiz kattakon rahmat. Bugun biza asosan trening bozori va biznesni tizimlashtirish va o'sishdagi instrumentlar va tadbirkorlarga kerak bo'layotgan yechimlar va ulardagi asosiy muammolar haqida gaplashib o'tamiz va Ibrohim akaning fikrlarini bo'yicha bilamiz. Va Ibrohim aka, hammasidan oldin o'zingizni yo'nalishingizda ozgina kirish qilib olsangiz deb o'tdim. Mana trening bozorida baribir nishalar bor-da, har xil. Mana hozir ayniqsa konkurensiya rivojlanyapti, ayniqsa hozir hype bo'lib ketdi. Ko'p kurslar, treninglar ko'paydi. Sizni bilamiz, mana hozir gaplashdik, 2016-yildan boshlaganmiz deb aytdingiz. 2015-yilda o'sha paytda unaqa kurs o'tadigan trenerlar unaqa katta bo'lmagan. Mana hozir ko'raman, Azizjon aka gaplar marketing yo'nalishi bo'yicha yoki o'sha Alisher aka strategiya boshqa yo'nalishlar bo'yicha yana ko'plab anaqalar bor. Hammaning o'zining qanaqadir nishasi bor-da. Siz o'zingizni qaysi nishada, yo'nalishda kurs beraman deb o'z pozitsiyalaringizni qilgansiz? Avvalambor taklif uchun rahmat. O'ylayman, bugungi suhbatimiz ko'pchilik tadbirkorlarga foydali bo'ladi. Savolingizga keladigan bo'lsam, bizni asosiy yo'nalishimiz bu kichik va o'rta biznes egalarini, korxonalarini tizimlashtirishga, operatsion jarayonlarni tartiblashtirib, rivojlanishga vaqt ajratishga yordam beradi. Hozirga qadar mana 10-yil уже ketayotgan bo'lsa, 7000 dan ziyod tadbirkorlar turli xil programmalarimizda, turli xil dasturlarimizda qatnashgan. 7000 plus. 7000 dan oshiq, o'sha 8000 ga yaqin boryapti. Zo'r. Demak, asosiy auditoriya kichik o'rta biznes. Kichik o'rta biznes, ya'ni bu har xil sohalar. Bu do'konchilar ham bor. Bu ishlab chiqarishlar ham bor. Bu xizmat ko'rsatish ham bor. Respublikani Nukusdan tortib Andijongacha, bu tarafda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, ayrim payt Rossiyadan, Amerikadan ham kelishadi. O'zbeklarimiz asosan. O'zbeklar. O'zbek auditoriyaga mo'ljallangan. Korxonamizning oliy maqsadi bor. Oliy maqsadi tadbirkorlarni rivojlantirish orqali ularning qo'li bilan xalqning yashash turmush tarzini yaxshilab, yangi bosqichga olib chiqish. Missiyamiz shu. Sohaga hamma har xil sabab bilan kiradi-da. Masalan, bir xillar просто так tanish bilish qarindoshi bo'layotganiga qaysidir sohaga kirib qoladi yoki o'zi qiziqib mana shu yo'nalish bo'yicha ketaman deydi, yoshlikdan orzu qilib o'sha sohaga kirgan bo'ladi. Sizda bu sohada qanaqadir talab ko'rganmisiz? O'sha paytda, ya'ni siz talabni borligini boshqani sezganmisiz yoki qanaqadir boshqa sabab
maktabdan bu sohaga kirib qolganmisiz? O'sha haqida ozgina kirishingiz sababini aytib bersangiz. O'zi haqiqatan ham har xil odamlar har xil kiradi biron bir sohaga. Masalan, ayrim odamlar bor, universitetda o'qiydi-da, universitetda falon bir yo'nalish, masalan, arxitektura yo'nalishi bo'yicha o'qiyapti-da, va universitet bitirgandan keyin естественно arxitektura bo'yicha biron bir biznes qiladi yoki biron bir joyga ishga kiradi. Ayrimlar bor, og'riqni ko'radi. Misol deylik, qandaydir bir muammo bor, unga yechim yo'q. To'xta deydi, mana shuni biznesga aylantiraylik deydi, uni biznesga aylantiradi. Ayrim odamlar bor, qaysidir bir ishxonada ishlaydi, ishchi bo'lib, 10 yil ishladi misol deylik. 10 yil ichida o'sha ishxonada qanaqa jarayonlar bor, qanaqa ish yo'lga qo'yiladi, hammasini o'rganadi-da, qo'ldan keladigan faqat shu misol deylik. Va orada boradi-da, o'zi ham xuddi shunaqa korxona ochadi-da. Bizda qanaqa bo'lgan? Men o'zi harbiy fakultetni bitirganman, kollejda ishlaganman o'qituvchi bo'lib, arxitekturni dizaynerskiy studiyada ishlaganman, uylarni proyektlari va hokazo. Bir-biriga bog'liq bo'lmagan sohalar bo'lishi mumkin. Har bittasi ma'lum bir tajriba olganman. Qaysidir disiplinani, qaysidir odamlar bilan muloqot qilishni, qaysidir proseslarni ichkaridan ko'rishni. Menda ko'p o'sha bolalikdan ko'p savol beradigan odatim bo'lganda, har bitta narsada savol beraman, bu nima, bu qanaqa ishlaydi? Chuqur o'sha narsani bir tagiga yetib borishni deydimi, o'rganishga ko'p qiziqish bor. Va o'sha o'rtog'imning ishxonasida ishlash asnosida endi boshlangan biznes va o'sha jarayonlarni ko'rganman, qanaqa vobshe rivojlanyapti, qayerda plus minus tomonlari bor, qayerda yaxshilash kerak. O'sha bahonasida o'rganganman. O'rtog'imning korxonasi bo'lgani uchun, xo'p, qanaqa qilib prodajani masalan yaxshilasa bo'ladi? Qanaqa qilsaki klientlar o'zi oqimga uradi? Qanaqa qilsaki proyektni vaqtini qisqartirsa bo'ladi? Ya'ni srogini tayyorlash srogini qisqartirsak bo'ladi. Qanaqa qilsak bo'ladi, xodimlarning samaradorligini oshirsa bo'ladi degan savollar aylangan. O'shani o'rganish bahonasida boshlangan o'sha birinchi qadam. Ya'ni nima deydi? O'z ustida ishlash deydimi? Sohaga kirib kelish deymizmi? Shunaqa boshlangan. Keyin qanchadir narsalar o'rganildi. Keyin kimlardir qanaqadir maslahatlar so'raydi, maslahat beriladi va hokazo. Qarasa maslahatlar natija beryapti misol deylik. Siz maslahat beryapsiz, odamlar foyda olyapti. Ha, foydalanyapti, qanaqadir rezultat bo'lyapti. Keyinchalik bu monetizatsiya qilishga, buni biznesga aylantirishga bir bahona bo'lgan, sabab bo'lgan. O'sha paytda unaqa kurs trenerlar bo'lmagan. O'sha paytda rus tilida bo'ladigan ayrim treninglar bo'lardi, lekin unaqangi masshtabli treninglar bo'lmasdi, ha. Birinchi boshlaganingizda klient yig'ish qiyin bo'lmaganmi? Tadbirkorlarni yig'ish? Bo'lgan. Shuning uchun birinchi Telegram imkoniyatlari yordam bergan. Ya'ni birinchi endi treninglarimizda o'zi vobshe bepul bo'lgan birinchi trening. Hali bepulga ham o'zi kelishni o'zi bir oson bo'lmagan. 20 ta, 30 ta odam kelgan. Pulli treningami yo'q bepulgami? Bepuliga 20-30. Pulli treningga birinchi shu programmalarimiz biz o'zi individualni boshlashdan, ya'ni individualni xizmat qilishdan boshlaganmiz. Ya'ni kompaniyani olamiz, uni ichkarisiga kiramiz, diagnostika qilamiz, muammosini aniqlaymiz, plan qilamiz va o'sha bo'yicha bir yuramiz. Shunaqa format bo'lgan. Endi korxonamizning oliy maqsadi tadbirkorlarni rivojlantirish orqali ularning qo'li bilan xalqni yashash turmush tarzini yaxshilab, yangi bosqichga olib chiqishda. Va bu yerda bitta klient bilan ishlash jarayonida biz oldimizga qo'ygan oliy maqsadga erishishimiz ehtimoli kamroq. Ya'ni bitta kompaniya oldingiz 1 yil bilan ishlasangiz, bilmayman, 10 yilda 10 ta kompaniya oldingizda, endi bitta agar ishlasangiz, o'z konsaltingning eng og'riqli nuqtasi shu joyga. Ya'ni узкий горлышко bo'lib qoladi, masshtabiyat qilish qiyin bo'ladi. Bu yerda shundan boshlangan, lekin oliy maqsadimizda ko'p tadbirkorga yordam berishimiz kerak. Va formatlarimiz har xil formatlarni nima qilganmiz, ya'ni gruppada o'tkazish. Shu coaching va programmani gruppada o'tkazish. Birinchi potokimizda 4 ta odam qatnashgan. Pulli potokda. Pulli potok 4 ta odam. Keyingisida 10 nechtadir, undan keyingisida yana nechtadir. Eng katta potokimizda 750 ta odam qatnashgan. Nechinchi yil bo'lgan bu? Bu karantindan oldin. Bu karantindan oldin, karantindan oldin bo'lgan. Menimcha yilini to'g'ri o'zi aytdim. Xatga sig'dirgansizlar, xalqlar do'stligida qilganmisizlar? Yo'q. 750 ta odam hammasi Toshkentda bo'lmagan. Bu yerda qizig'i Toshkentda ma'lum bir qismi primoy efir orqali respublika bo'yicha bo'lgan. Ya'ni bizda shunaqa format qilganmiz. Toshkentda o'tkazyapmiz, ya'ni Inha universitetida.
yaxshi zal juda ham. Katta. Ha. Lekin u yerda sig'maydi buncha odam. Plus bizda Buxoroda, Samarqandda, Vodiyda, Xorazmda va hokazo lokatsiyalar qilganmiz, xodimlarimizni jo'natganmiz. O'sha yerda ham primoy efir orqali qatnashgan. Gruppalar bo'lib. Zo'r. O'sha harbiy anaqada o'qiganman deganingizga bittanisi xayol keldi. Qachondir eshitdim. 40-yilda, endi 45-yilda o'sha Ikkinchi jahon urushi tugagandan keyin harbiy polkovniklar, generallar endi pensiyaga chiqqan, stavkaga chiqqan, biznes endi nima qilish kerak, biznesga kirishni boshlagan. O'shandan keyin men management org struktura sistemasi general, podpolkovnik, kapitallar, boshqalar yuzaga kelgan deb o'shanaqa org struktura o'shandan kelib chiqqan deb eshitganman-da. U qanchalik to'g'ri shu? Org strukturani, masalan, Chingizxonni janglaridagi Chingizxonning modelidan yoki Amir Temur bobomiz modelidan ko'rsa bo'ladi. Amir Temur bobomiz o'sha hokimiyatga kelgandan keyin deylik, o'nlik sistemasini qo'yganda, o'nlik sistemasini Chingizxondan o'rgangan u kishi. O'nlik sistemasi nima degani? Bitta odam 10 ta odamni boshqaradi degan. Ya'ni u o'nboshi hisoblanadi. 10 ta o'nboshini 100 boshi degan lavozimdagi odam boshqaradi. Через 10 ta odam 100 ta odamni boshqaradi. Undan keyin 1000 boshi bor. 1000 boshi 10 ta 100 boshi orqali butun armiyani boshqaradi. Undan keyin tuman boshi degani bor, ya'ni 10 ming ta armiyani boshqaradi. Shunday qilib struktura bo'lgan. O'zi jangdagi hamma narsalarni biznesga hozir o'tkazishyapti. Masalan, strategiyalarning hammasi jangdan kelgan. Avvalgi o'sha nima deydi? Urushlardan, o'sha yerdan kelgan. Taktikalar, mana strategiya, taktika degan narsalar hammasi jangdan kelganda. Tushunarli. Qaysidir kitob bor edi. Nechtir Zakon vaynami degan kitoblarni kim yozgani hozir esimdan chiqib qoldi. O'sha yerda ham yozgan edi. Xuddi shunga moslashtirib. Nomi esimdan chiqib qoldi. Qarang, o'sha aytasiz mana tadbirkorlar qanchadir mana 600-700 ta tadbirkor yig'ilgan deyapsiz. Uncha tadbirkorni hozir bitta zalga yig'ishi o'zi bitta katta anaqada. O'zgarish mashaqqati bor-da, yo'li bor. Sizlarda Voronka qanaqa yo'lga qo'yilgan? Adashmasam, mana har bitta viloyatga yurib, kursdan oldin 3 kunlik bepul master klasslar ko'rsatasizlar. Ya'ni oldin tekinga nimadir ber, keyin pulli narsa sot degan aniqaga amal qiladi. Yo'q, o'zimizda bu hammasi programmalarimiz pulli. Bepul faqat bizda YouTube'da yoki Instagram'da o'sha ma'lumotlar berib boriladi. Programmalarimiz pulli bizda. Yo'q, Voronka qanaqa yo'lga qo'yilgan demoqchiman. Asosiy produkt bari kursi to'g'rimi hozir sizda? Bir nechta programmalarimiz bor. 3 kunlik intensiv programmalarimiz bor. Endi hamma narsa biznes egasini og'riqlaridan kelib chiqamiz. Kitobimiz bor. Biznesdagi 99 ta xato va ularga yechimlar degan. Voronkamizni qaysidir bir qismi o'sha yerdan boshlanadi. Kimdir bizning kitobimizni o'qiydi-da, o'sha asosda keyin programmalarimizga keladi. 3 kunlik intensiv programmalarimiz, ya'ni tadbirkorlar vaqtim yo'q deydigan tadbirkorlar juda ko'p. Kela olmaymiz biz Toshkentga deydigan tadbirkorlar ham ko'p. O'sha uchun biz respublika bo'yicha o'tkazamiz 3 kunlik intensiv programmalarimizni. 3 kun ichida 6 ta mavzu eng kerakli o'sha muammolarga tez yechim olish imkoni mavjud. Shundan boshlanadi Voronkamizni agar birinchi etapi desa agar, ya'ni tadbirkorlarning ham darajalari har xil bo'ladi. Birinchi sinf tadbirkori bor, bilmayman, magistraturani tadbirkori bor-da. O'shanga hali birinchi sinf deylik, 3 kunlik programmamiz birinchi sinfdan 5-sinfgacha bo'lgan, 4-sinfgacha bo'lgan programma, misol deylik. Yoki maktab programmasi boshqacha qilib aytsak. 1-sinfdan 11-sinfgacha maktab programmasi. Bu programmamizni o'tib bo'lgandan keyin keyingi programmamiz bor. 2 oylik programmamiz bor. Bu 2 oy davom etadi. Bu programmadan bu programmaga perexod bo'ladi. Ya'ni Voronkamizda. Ya'ni u bilimlarni davom ettiradimi o'sha 2 oylik programmada? Davom ettiradi kuchaytirilgan holatda. Ya'ni davom ettiradi. Ya'ni masalan 1-sinfdan 4-sinfdan matematika bordi, lekin 11-sinfdan matematika bor. Bir xil emasda, ya'ni bundan oladigan bo'lsak. Ya'ni o'sha progress ketaveradi. Masalan 2 oylik programmamizdan keyin dalish ketadi. Bor murabbiylik programmamiz bor. Shaxsan o'zim bilan ishlanadi.
Masalan, bor, individual xizmatlarimiz bor, shunaqa ketadi. Burxon aka, mana tadbirkorlar yig'iladi-yu, har xil boya aytganingizdek uroveni baland bo'lgan magistr yoki pastdagi tadbirkorlar yig'ilib qoladi. Mana kursda kecha mana ko'ryapmiz. Yaxshi urovendagi tadbirkorlar bor, endi начинающий boshlayotgan tadbirkorlar bor. Ular qanaqadir noqulay bo'lmaydimi? Masalan, sizni определённый masalan o'rta 11-sinfga mo'ljallangan programmangiz bor-da. Pastdagi endi boshlayotgan tadbirkorlar tushunishi qiyin bo'ladi. Tepadagi tadbirkorlar ular uchun oddiy bo'ladi bu aytayotgan narsalar. Ular qanaqadir qoniqmasdan ketib qolishi mumkin, yoki pastdagi odamlar tushunmadim deb o'tirishi mumkin masalan. Unga qanaqa yechim qilgansiz? O'sha uchun ham birinchidan programmalarni biz bo'lganmiz. Ya'ni bu programmamiz bor, bu programmamiz bor. Bundan tashqari bor murabbiylik programmamiz bor. Bundan tashqari yana individual programmamiz bor. Ya'ni bu san uroving yuqori bo'ladigan bo'lsa, murabbiylik programmasiga kelib o'tiramiz, alohida sani temang bo'yicha gaplashamiz. Undan keyingi programmamiz bor, yana individual programmamiz bor. Murabbiylikda mini gruppa bo'lsa, individualda faqat san bilan ishlaymiz. Shunaqa formatimiz ham bor. Tanlov tadbirkorning o'zida o'sha bo'yicha ishlaymiz. Endi qimmatroq bo'ladi, zato o'zing alohida o'zing bilan ishlaymiz deysiz. Burxon aka, mana hamma sohaga baribir kirayotganda o'zini eng nima deydi, cho'qqiga chiqqan top nima deydi, kumiri, top mutaxassisi yoki top tadbirkori qidiriladi yoki top kompaniya. O'shanga qarab keyin yo'nalish oladida. O'zi umuman bu nishada top anaqalar bormi? Qatgacha rivojlangan bu soha. Endi kurs trening bozorini ham qanaqadir bozor deb oladigan bo'lsak, bu sohani, bu bozorda dunyo bo'yicha eng top mutaxassislar kim deb bilasiz? Dunyo bo'yicha endi mirovoy kompaniyalar, masalan McKinseyga o'xshagan va hokazolarni aytmayman. Menda ustozim bor, Aleksandr Vysotskiy degan. Aynan konsalting bozorida men ularni nimasi menga yoqadi. Ya'ni modeli deymizmi, ularni metodologiyasi deymizmi, ularni olib borayotgan etapma-etap o'sha xizmat ko'rsatish usullari menga yoqadi. Vysotskiy konsalting. Siz o'zingizni ya'ni nima bo'yicha kumir dedingiz-ku, ya'ni biznesdagi mana aynan konsalting bozoridagi menga qiziq bo'lgan joyi shu. Dunyo bo'yicha bunaqa o'lchamagan, ko'rmaganmisiz? Masalan, ana qilib boyga aytdingiz, Brand Tracy kelgan dedingiz, masalan 15-yilda. Gordon bor, Gordon yana qanaqa bor, kim edi yana bitta? Anthony Robbins bor. Robbins bor, Tony Robbins bor-da. Endi menimcha Amerika bozorida dunyo bo'yicha ular. Ularni ham o'zini anaqasi bor-da. O'zimizdan bozorga bari mos tushadigan shu Vysotskiy yoki u mirovoy bozorga mos kelaveradi. Uni modeli menga yoqadi. O'zingiz tanlagan model. Ha. Ya'ni siz o'zingiz programmangizga o'sha metodologiyani tatbiq qilgansiz, to'g'rimi? Hozir mana programma tuzgansiz, o'qitish. Endi har xil ustozlardan o'rganilgan, misol deylik, har xil ustozlarning o'zini nima deydi, tajribalari bor, o'zini fishkalari bor. Har bittasidan o'zi bir alohida bir narsalarni o'rganamiz. Shu jumladan Vysotskiydan ma'lum bir narsalarni o'rganganman. Shunaqa. Tushunarli. Keyin yana bitta anaqa bir esingizda bo'lsa 22-yilmidi, 21-yilmidi bir subyektiv ko'rsatuvdan keyin info siganlar anaqa degan narsaga avjiga chiqib ketdi-da. Xabar anaqa bo'lib ketdi. Keyin shundan keyin ko'pchilik, biz ham baribir yaqin yuramiz sohaga, ko'p kurslarni adashmasam savdosi tushib ketdi shundan keyin. O'sha sizlarda qanaqa ta'sir ko'rsatdi? O'zingiz qanaqa emotsional anaqa qabul qildingiz yoki qanaqa bu ko'tardinglar? O'zi har bir sohada, har bir sohaning info-sigani bo'ladi-da. Nima deydi? Masalan, mebelchilarni oling, mebelchilarning ichida ham shunaqalari bor. Ya'ni info-sigan deganda nima degani desangiz agar, qandaydir bir qiymat bermagan holda pul oladigan odamlar nazarda tutiladi. Ya'ni beradigan narsasida tsenность yo'q, foyda yo'q, natija yo'q, lekin to'lov olish bor-da. Bunaqa narsa hamma sohada bor. Masalan, mebelchilarda ham bor. Mebelni qiladi, sifatsiz masalan mebel qiladi. Qaysi sohani oling, shu sohada bor. Endi o'zi bo'lish kerak shunaqa narsalar, ya'ni filtr qilishda, professional bilan professional bo'lmaganlarni ajratishda, natija keltiradigan, natija keltirmaydiganlarni ajratishda bunaqa narsalar bo'lish kerak. Faqat endi u yerda shunaqa narsa bo'lgandiki, hammaga tosh otildida, nafaqat
infotsiganlarga hammaga tosh otildi. Endi biz ham o'sha tadbirkorlar bilan aynan shu konsalting sohasida yoki biznes sohasidagi mutaxassislar bilan ham aloqamiz bor. Praktik hamma joyda o'z ta'sirini qildi. Ya'ni o'zi bizning xalqimiz ilm olishga, nima deydi, o'rganishga, rivojlanishga unaqangi bir ilm olish bizda brend emas edi-da. Ya'ni o'z ustida ishlash, shundoq yaxshi emas edi. ya'ni o'zi shundoq ham bir tadbirkorlar men o'qishim kerak degan narsa emas-da. Tadbirkorlarni biz mana hozir ishlar jarayonida o'rgansak, ko'pchiligi maktabni ham to'liq masalan unchalik bitirmagan joylari bor. Lekin biznesni yo'lga qo'ygan misol deylik. Millionlab Topadi. Faqat nima deydi, kichik biznes bo'lib qolish ehtimoli juda yuqori. Ya'ni masshtabiyat qilishda ma'lum bir bilimsiz uni masshtabiyat qilib bo'lmaydi. Kattalashtirman desangiz, 10 yildan beri bitta do'konligicha qoladi. Uni masshtabiyat qilish uchun misol deylik, ma'lum bir bilimlar kerak bo'ladi. Usiz faqat problemani oshiradi, keyin majbur tochkalarni yopishga to'g'ri keladi. Shunda bizga ham ta'sir qilgan. Ya'ni ma'lum bir o'sha prodajalar tushishiga, tosh otilishiga ham sababchi bo'lgan. Endi bo'lish kerak bo'lgan narsa bo'lgan. Keyin sirazi ko'tarildimi? Yaxshi bo'ldi, qanchadir muddatdan keyin. O'zi shunaqa bo'ladi, ma'lum bir period bo'ladi. Odamlar ko'radi, rezultatlarni ko'radi, taqqoslab ko'radi. O'zi kimlar shunaqalar yopilib ham ketdi ko'pi. Filtrlar Bitta filtr bo'ladi, yana davom etaveradi. Shunaqa narsa. Zo'r. O'ziga ham adashmasam berishgan, masalan, ko'p mana biz ham boshqa eshitamiz. O'zi masalan biznes qilganmi, boshqami deb ko'p anaqa so'raydi-da. Masalan, biz ham ko'p sizni yoki boshqa trenerlarni o'zini yo'nalishiga qarab tavsiya qilamiz-da. Masalan, bizga klientlar keladi, masalan, support etmoqchi bo'lsa, biz gapdan gap chiqib ketib, tizimlashtirishga olib taqiladi baribir birinchi oldin. Umuman hech qanaqa bilim bo'lmasa, boshqa bo'lmasa, masalan, sizni yoki boshqa trenerlarni tavsiya qilamiz-da. O'sha yerda o'zi ko'rsatadi, boshqa qiladi-da. Orada gap chiqib ketadi, masalan, biznes qilganmi, nimadir bera olaydimi, boshqa qila olaydimi. Lekin men o'zim qarashim bor-da bu narsaga. Masalan, bir xil odam bo'ladi, tajribasi zo'r bo'ladi-da, zo'r biznes qilgan bo'ladi, lekin pedagogik qobiliyati uncha yaxshi bo'lmaydi-da, ya'ni yetkazib bera olmaydi. Bir xil bo'ladi, teoriyani zo'r biladi, lekin o'shani yetkazib berib, nechtadir biznesni yaxshi rivojlantirib, konsalting qilib, o'stirib yubora oladi-da. Siz qaraysiz mana shunaqalarga? Juda zo'r savol, aktual savol va muhim savol. Chunki har bir o'sha tadbirkor qandaydir bir narsa sotib olayotgan paytda nima sotib olayotganini, kimdan sotib olayotganini bilish kerak. Men bunga bilasizmi qanaqa qarayman? Birinchidan, biznes deganda nima nazarga tutamiz? Misol deylik, men savol beraman shunaqa berganda, biznes deganda nima nazarga tutasiz? Aytadiki, fabrika, zavod, shunga o'xshagan narsa deydi. Meni nazarimda o'zi вообще biznes yoki biznesmen deganda nima tushuniladi? Biznes bu shunday bir ish, biznesmen esa ish qiladigan erkak. Qanday ish bu desangiz agar, ish esa ikkiga bo'linadi. Bor jismoniy ishlar bor aqliy ishlar bor. Yoki sohalar. Shunday sohalar borki, qo'l mehnatini ko'proq talab qiladi. Shunday sohalar borki, aql mehnatini ko'proq talab qiladi. Bizning diyorlarda qo'l mehnatini biznes deyiladi-da, lekin aqliy mehnat nimagadir biznes deyilmaydi. Va tadbirkorlarimizda ham agar qo'l bilan mehnat qilsa ishlayapman deb o'ylaydi-da, o'ylab masalan prosta o'tiribman, sxemalarni chizyapman miyamda, qanaqa qilib tartibga solsam bo'ladi. Uni ish deb o'ylamaydi hech kim. Ya'ni jismoniy harakatlanayotgan ish aqliy mehnat ish emas sifatida ko'riladi. Bu noto'g'ri deb o'ylayman, chunki bizneslar bor, jismoniy mehnatga asoslangan bizneslar bor, aqliy mehnatga asoslangan bizneslar bor. Misol deylik, konsalting korxonasini o'zi ham bu ham bir biznes, chunki 50 dan ziyod komandada xodim ishlaydi. O'zini marketingi bor, o'zini moliyasi bor, o'zini HR bor, o'zini ma'lum bir strategiyasi bor, o'zini operatsion upravleniyasi bor, o'zini boshqaradigan xodimlari bor, o'zini yig'ilishlari, vazifalarni boshqarilishi kabi jarayonlar bor-da. O'zini ma'lum bir pul topadigan sistemasi bor. Agar konsaltingni o'zini agar olib, u ham bir biznes hisoblanadi. Chunki undan ham anulardan ham qiyin-da, bunday qarasangiz. Odamlarni ishlatadigan mavhum narsani sotasiz deb yo'qda. Qiyin buni sotish oladigan bo'lsangiz. Endi bundan tashqari yana IT yo'nalishimiz bor, media yo'nalishimiz bor va hokazo, asosiy konsalting yo'nalishimiz. Buni birinchi bir kirish qismi, ya'ni buni farqiga prosta borish uchun, ya'ni aqliy mehnat bilan, masalan, dunyo bozorida hozir kompaniyalarni qarasak, IT lashib ketyapti. Yoki masalan, mana Facebook
ikkinchi o'rinni egallayapti. Top boylarning ro'yxatida, ya'ni Facebook kompaniyasi boylik nuqtai nazaridan. Jismoniy kompaniya emasda, bunday olsangiz agar. Ya'ni jismoniy mehnatni nimasi emasda, aqliy mehnatni mahsuli. Agar chiroqlarni, elektr tarmoqlarini hammasini o'chirsangiz, qani u qayerda bo'ladi u degan savol paydo bo'ladi. Hamma joyda butun elektrik energiyani o'chiring, u biznes qayerda bo'ladi masalan. To'g'ri. Keyin aniq gap ham bor, masalan, o'zingizda ham gapingiz bor. Bitta odamni o'zini operatsiya qilgan odam yaxshiroqmi yoki nechtadir 10 ta 100 ta odam operatsiya qilgan odam xirurg yaxshiroqmi degan bir. Keyin sizni nimangizda mana bunaqa misol keltirsam bo'ladi. Masalan, ayrim sportsmenlar borda. Sport trenerlarni 3 ta gruppaga bo'lsak bo'ladi-da. Birinchi toifa gruppa sportsmenlar bor. Ular o'zi chempion mira bo'lgan. Va shogirdini ham chempion mira qilib yetishtira oladi. Bular topovoy trenerlar desak bo'ladi. Ham o'zi chempion mira, ham chempion miralarni yetishtira oladi. Ikkinchi toifadagi trenerlar bor. Ular chempion mira, lekin bitta ham chempion mira chiqara olmaydi. Yoki chiqarmagan hozirga qadar. Shunaqalar ham bo'ladi. Uchinchi toifasi bor. O'zi chempion mira emas va chempion miralarni chiqartira oladi. Ana endi 3 xil toifadagi trenerni ko'rishimiz mumkin. Nima uchun o'zi chempion lekin chempionni chiqara olmaydi desangiz agar, xuddi siz aytgandek, ya'ni o'zi qila oladi, lekin qanaqa qilib qilganini o'zi ham bilmaydi. Ya'ni shu darajada avtomatizировать qilganki jarayonni, ya'ni o'sha boks bo'lsin, boshqasi bo'lsin, qila oladi, lekin qanaqa qilib qilganini o'zi anaqa detallarigacha tushuntirib bera olmaydi. O'zi analiz qila olmaydi qanaqa bo'lib o'tganini. Ayrimlarda analitika juda yaxshi ishlaydi. Boshqalarni qilgan jarayonlarini razlajit qila oladi detallarga, qanaqa qilinganini o'sha struktura asosida bera oladi. Ya'ni misol deylik, shunaqa nima borda baribir. Appenditsitni davolash uchun o'zingiz appenditsit bo'lishi shart emas. Ya'ni appenditsitni davolash jarayonlarida qanchalik ko'p ishtirok etgan bo'lsangiz, o'zini o'zi appenditsitni davolaydigan odamdan ko'ra samaraliroq davolash imkoni bor sizda. Masalan, ayrim tadbirkorlar aytadi, menga deydi, faqat o'zi ishlab chiqarish qilgan yoki xizmat ko'rsatgangina menga o'rgatsin deydiganlar borda. Ko'p bunaqa tadbirkorlar o'zi qanaqa qilgan o'zi ham bilmaydi. Ya'ni mana bugungi rezultatga kelgan, xo'p, qanaqa jarayonlardan iborat desangiz, uni tushuntirib bera olmaydi. Prosta olasan, ishlab chiqarasan deydi masalan. Prosta olasan yoki qaysidir bir detallariga maslahat berish mumkin-da, lekin xuddi shunaqa построение qilishga yordam bera olmasligi mumkin. Lekin yetkazib olish ham, u ham alohida bir o'zini ilmi bor. Yetkazishni. Masalan, ayrim mutaxassislarda men shu narsani ko'raman, juda qiyin terminlarni ishlatadi, juda ko'p professional so'zlarni ishlatadi. Men shunaqa fikrdamanki, mutaxassisni yoki trenerni yoki ustozni professionalligi professional so'zlarni kam ishlatishidir. Ya'ni har bir tadbirkorning urovniga qarab turib gaplashish kerak bo'ladi. Ya'ni nima keragi bor? Siz qanaqadir terminlarni gapirdingizda, bir necha soat gapirdingizda, hamma sizga qarab turibdi-da, oxirida nima bo'ldi desizga birontasi tushunmadi misol deylik. Va doktorlarning ham xatosi bor-da shunaqa. Ya'ni doktorga borsangiz, sizga o'zini tilida gapiradi-da, keyin dorilarni yozib beradi, o'zi tushunadigan yozuvda, o'zi tushunadigan tilda gapiradi, o'zi tushunadigan yozuvda yozib beradi. Siz u dorilarni ichishingiz kerak, siz tushunmadingiz nima bo'ldi o'zi, nima uchun ichayotganingizni va katta ehtimol bilan mana shu bizni kuzatayotganlar ham kommentariyada fikrlarini qoldirishsin. Qay darajada doktorning dorisini 100% ichasiz? Ya'ni sizga 10 kunlik yoki 20 kunlik dori yozib berdi-da, men kuzatuvlarim shuni ko'rsak, 3 kun dori ichadi. Uni ham bitta ikkitasini ichadi. To'xta, balkim shart emas deydi ma'ularni ichish. Bitta ikkitasini ichadi, bir necha kun ozgina tuzalishni boshlaydi, tappi dorini tashlaydi, bo'ldi, uje ichmaslikni boshlaydi. Nima uchun bo'ldi desangiz, katta ehtimol bilan tushunmadi o'zi bu kerakmidi, kerak emasmidi? Tushuntirib berishda problema. O'sha uchun professional ustoz professional terminlarni kam ishlatadi. U tushunadigan tilda gapiradi. Masalan, farzandingiz bo'lsa agar 3 yoshar. Shokolad demoqchi bo'lsangiz nima deysiz? Siz o'zingiz. Unga shokoladni tushuntirishingiz kerak. Yoki shokolad beraman demoqchisiz, nima deysiz? O'zim tilidan nima deysiz? Oq deyman. Oq deysan. Chunki siz uni bildingizki, unaqa terminlarni tushunish qiyin. Uni urovniga tushasizda, u tushunadigan tilda gapirasiz.
o'sishni boshladimi, o'sha boshqacha gapirasiz. Har bir yoshini o'zini Har bir tushunadigan yoshni tili bo'ladi. professionalligi shunda bilinadi. Chunki u har bittasi bilan individual tarzda yondashadi. Adashmasam hadis ham bor edi shekilli, odamlarga o'zini tushunadigan tilida yetkazinglar degan ma'noda. Ko'tara oladigan darajada. Ko'tara oladigan darajada, bo'lmasam yolg'onchiga chiqarib qo'yishadi sizlarni deb. Rostdan shunaqa ekan. Ana Inson aqli qabul qila olmaydigan yoki aqli yetmaydigan narsani sразу inkor qiladi. biz endi programmamiz ozgina kompleksliroqda. Masalan, ERP sistema, o'zingizdan masalan ERP sistemangiz bor. Tushuntirib berish, yetkazib berish, ERP nima deganda 3-4 uchrashuvda yetkazib beramiz-da, ishonasiz. Bitta uchrashuv 3-4 soatlab ba'zida qolib ketamiz-da, shunaqa darajada-da. Shunaqa bo'ladi. Boshida yomon katta xato qilar ekanmiz-da. Birinchi boshida 7 yil bo'lgan bo'lsa, boshida sotish boshlaganimizda birinchi uchrashuv o'zida 1 soat, 1,5 soat gaplashdingiz, bo'pti, nech pul? Biz endi professional bo'lmaganmiz u paytda. Nech pul derdi-da? Namuncha derdi. Katta summa aytardi-da. Keyin uni anaqa qilardi. Gaplashib bu telefon emasdi keyin. Hozir aniqsam o'sha xatoyimga qarasam, yani uyalib ketaman-da o'zimdan-da. Ana nima deydi? Mani yolg'onchiga o'zim yolg'onchiga chiqarib qo'yayotgan ekanman-da. Men unga o'zini tushunadigan tilida, ya'ni o'sha narsani sutini yetkazib bera olmaganimdan keyin men uni summani aytolman. U qiymatini tushuna olmayapti-da. Katta summani menga u kiydirib ketmoqchi, nima qilmoqchi deb tushunayotgan bo'lganda endi u. Men uni obrobotka qilib tushuntirib, qanaqa qiymatligini boshqasini ko'rsatib, boshqa qilib keyin summani aytsam, sal bundoq ishonar ekanda. Hozir o'shanga ham mos tushadi hozir aytayotgan anaqamizda. Siz tadbirkorning o'rniga qarab gapirishingiz kerak. O'zi gap bor shunaqa, eng professional odam, o'zini ishini tushungan odam, oddiy tilda yetkazib bera oladigan odam degan gap bor, to'g'rimi? Chunki muhim narsa nima? Masalan, bizning sohada, ya'ni biz kimdadir nimadir o'rgatyapmiz, bizga muhim narsa nima? Uni bu narsani eshitgandan keyin chiqib, hayotida qo'llashi muhim. Aqlli gaplarni gapirish emas bizga. U o'sha narsadan foyda olib, hayotida o'zgarish bo'lishi kerak. Bizning oliy maqsadimizda 3 ta narsani biz ko'zlaganmizda, tadbirkorni rivojlantirish orqali uni qo'li bilan xalqning yashash turmush tarzini yaxshilash deganda 3 ta narsa ko'zlangan. Birinchisi, agar biz tadbirkorga yordam bera olsak, qandaydir bir tartib, intizom, sistema korxonasida paydo bo'lsa, bu degani qilayotgan ishini kengaytira oladi, masshtablashtira oladi, ko'p odamlarga yordam bera oladi degani. Ya'ni xalqqa mahsuloti yetib boradi. Lecheniya bilan shug'ullansa, klinika bo'lsa davolay oladi. Qurish bilan shug'ullansa, uy bilan ta'minlay oladi, uy qura oladi, sifatli uylarni. Distributsiya bilan shug'ullansa, ovqatlar masalan halol mahsulotlar tarqalishiga sabab bo'ladi-da. Xalqga oson bo'ladi bu. Hayoti yaxshilanadi. Bu birinchi missiyamizni birinchi oldimizga qo'ygan maqsad. Ikkinchisi, biz tadbirkorni qo'li bilan yangi ishchi o'rinlar yaratishni maqsad qilganmiz. Masshtabiyat qilsa, kengaysa, yangi ishchi o'rinlar yaratadi. Masalan, yurtdoshlarimiz Rossiyaga, Koreya, Qozog'iston, Turkiya kabi davlatlarga borishadi. Yillar davomida masalan ishlashga to'g'ri keladi. Xotin bola chaqani qoldirib ketishadi. Qarigan chog'da ota-onani qoldirib ketishadi. Farzand tarbiyasiga qaraydigan odam bo'lmaydi. Qarigan chog'da ota-onaga mehr berish kerak bo'lgan joyda qiyin bo'ladi. Ayoli bilan 1 yildan beri ko'rgani yo'q, oilalar buzilishlar va hokazolar kuzatiladi. Jamiyat buziladi. Ya'ni bizning oliy maqsadimizda shu og'riqqa yechim berish ham bor. Chunki yangi ish o'rinlari yaratish orqali yurtdoshlarimiz o'zini yurtida, o'zini ota-onasini oldida, oilasi bilan birgalikda bo'lishiga ham sabab bo'ladi. Va 3-chi narsa bor, tadbirkor insofli bo'lsa, tadbirkor Allohni tanisa, pul ko'pligi unga ob-havoni o'zgartirmaydi. Faqat yaxshilik tomonga ishlata oladi. Ya'ni xayrli ishlar qiladi, yetimlarning boshini silashi mumkin. Soliqlarni to'laydi, davlatning kuchayishiga sabab bo'ladi. Zakotlarni ko'p beradi. Ya'ni shu. Hozir mana xodimlarni boshqarish haqida gaplashdik-ku. Masalan, bo'limlar bor, bari biznesni rivojlantirish har xil bo'limlarni qiladi. Mana o'zingiz ham konsalting sohasida dedingiz, 50 tacha xodim hozir mana ishlataman deb aytdingiz, 50 tadan shu. Normal, ya'ni sonda masalan o'zimizdan 15-20 ta xodim ishlatamiz, qiyinchiligini bilamiz-da, 50 ta, 100 ta, 200 ta ishlatadiganlarni tasavvur qilsa ham bo'ladi. Shunaqa gap bor. Tadbirkor asosan boshqa bo'limlar ham muhim, to'g'ri, ta'minot, ishlab chiqarish boshqa. Lekin HR, ya'ni xodimlarni to'g'ri ishga olish
va marketingi, ya'ni o'zini klienti kimligini, nimani xohlayotganini bilsa, mana shu ikkita narsa, asosiy narsani bilsa, qolgan narsani delegat qilib yuborsa bemalol bo'ladi degan anaqa gap bor-da. Shu fikrga qanchalik qanaqa qaraysiz shu narsaga? Agar siz moliyachi bilan gaplashsangiz, moliyachi aytadiki, moliya eng muhim narsa deydi. Shuni qo'ysang deydi, hisobotlar bo'ladi, hammasi chotki bo'ladi deydi. HR bilan gaplashsangiz, u aytadiki, "Xo'p, kim o'sha moliyani kim yuritadi? Uni kim yuritadi? HR odam bo'lish kerak-ku. To'g'ri odam olmasang bo'lmaydi" deydi. Masalan, marketolog bilan gaplashsa aytadiki, "Хорошо, HR, lekin yaxshi professionallarni olding. Agar klient kelmasa, savdo bo'lmasa, pul bo'lmasa, bu oyligi bor, boshqasi bor, xarajatni yopa olmaysan. Shuning uchun marketing bo'lish kerak." Sotuv bo'yicha ekspert bilan gaplashsa aytadiki, "Хорошо, lidlar kelsa-yu, prodaja qiladigan odaming bo'lmasa, nima foydasi bor? Shuncha marketingga byudjetni sarflading-da, rezultat qani?" degan. Hamma o'zini aytaveradi-da. Ya'ni savolda sizga qaysi organingiz eng muhim? Misol deylik, miyami, o'pkami, yurakmi? Qaysi biri? Endi hammasi bir o'rinda muhim, masalan. Bittasi bo'lmasa baribir oddiy tirnog'ingiz og'risa, uchi og'risa, qiynalib yurasiz, nastroyeningiz bo'lmasdan-da, masalan. Bundan olsangiz agar har bittasi muhim. Har bittasi. Lekin meni ham o'zimga yarasha qarashim bor baribir. Shu o'zingiz fikringizni bilmoqchiman-da. Ya'ni meni nazarimda hamma g'oyalar to'g'ri. Ya'ni bu ham to'g'ri, HR ga aytgan gapi ham to'g'ri, bu ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Lekin noldan agar biznesni boshlash nuqtai nazaridan qarasak, men nazarimda birinchi o'rinda bar marketing turadi. Marketing. Masalan, blogerlarni kuchli tomoni nimada? Hech narsasi yo'q bo'lsa ham, prosta chiqib nimadir gapirsa, уже patok bor-da. O'sha patok borligi, ya'ni bu qanaqa tushunsa bo'ladi? Shunday tasavvur qiling, bir ayiq bor-da. Ayiq bor. Baliq ovlamoqchi. Shunaqa ayiqlar bor. Baliq ovlash uchun nima qiladi desangiz agar, suv tagiga kiradi, baliqni qidirishga harakat qiladi-da. Va shunday aqlli baliqlar bor, aqlli ayiqlar bor. Shunday daryo yoki dengiz yoki bilmayman o'sha suv oqadigan anhorni baliqlar suzib ketadigan va eng suvi past bo'lgan joyga borib o'tirib oladi-da. Sayoz bo'lgan joyga. Sayoz joyda o'tirib oladi. Baliqlar o'sha yerdan o'tadi baribir. O'tirib oladi-da. Katta ish qiladigan joyi yo'q-da. Bunday oladi-da, baliqni bundan chetga surib qo'ysa bo'ldi. Qachonki patok bor, sizda pul bor, pul bo'lgandan keyin xolasangiz moliyani kuchaytiring, xolasangiz HR sistemasini kuchaytiring, xohlagan ishingizni qiling-da. Qachonki patok bo'lsa agar. O'zi spiralli dinamikada ham birinchi sotuv, keyin rivojlanganingizdan keyin tizimlashtirasiz. Sotuv bo'lishi uchun esa sizni kimdir bilish kerak, siz bormisiz yoki yo'qmisiz. Masalan, siz hozir mana shu yerda podkast studiyasi bor ekan, qancha ekspertlar bor podkast syomka qilish mumkin, lekin hech kimga aytmasangiz bu yerda podkast studiyasi borligini, katta ehtimol bilan sotilmaydi. O'sha uchun buni bilish kerak bo'ladi. O'sha uchun men shuna qarayman. Baribir ekspertlar har kim o'zining fikrida qo'yadi. Xulosa, demak, rivojlanish, kompaniyani har bitta rivojlanish etapida yoki har bitta chiqib kelayotgan muammolarda o'zini baribir bo'limlarni tizimlashtirib ketish to'g'ri bo'ladi. O'zini soha mutaxassislarini olib, masalan, qo'yib muammoni yechib ketaverasiz. Maqsadiga qarab. Masalan, ayrim biznes egalari bor, ularni hamma jarayonda o'zi ishtirok etayotgani ularni masalan qoniqtiradi. Bitta do'konchasi bor, unga kerak emas boshqa do'kon. O'zi qiladi o'sha jarayonda, o'zi sotadi. Unga ma'qul misol deylik. Unga kerak emas. Tushunarli. Ibrohim aka, mana hozir menga qiziqdi, men o'zim ham endi xodimlar baribir ERP sistema o'rnatamiz. Bu bular nasmotriniz yaxshi bo'lish kerak bizning xodimlarda. Tadbirkorlar muammosini bilish kerak. O'shaning uchun sizni kursingizni sotib olib berganmiz-da. O'qishda, xodimlaringizga maza qilishdi. O'zim ham birinchi kuni qatnashdim. Masalan, lekin bittanasiga e'tibor beraman. Ko'pchilik pul to'lab sotib oladi-da, keyin kelmay qo'yadi. Qiziq, nimaga sotib olding unda debdi. Keyin ko'pchilik mana shu umuman o'qigandan keyin necha foiz shu olgan instrumentlarni ishlatadi? Bizda analizimiz bo'yicha 70% tadbirkorlarda уже o'zgarish bo'ladi. Ya'ni qatnashgan tadbirkorlarimizda 70% da o'zgarish bo'ladi. Ya'ni o'zgarish moliyani ko'payishida, moliyaviy imkoniyatlarni, o'zgarish tartib paydo bo'lishida, o'zgarish xodimlar bilan munosabatlarning yaxshilanishida kuzatiladi shu narsa. Endi tadbirkorlarni nima uchun kelmaydi yoki o'qimaydi desangiz agar, bunda ham sabablar bor. Tadbirkor operatsion boshqaruvdan
hali ko'pchiligi chiqmagan. Hamma jarayonlar uni o'ziga bog'lanib qolgan. Уровень har xil. Tadbirkorlarning ham уровень har xil. Shu bilan birgalikda komandani tayyorgarligi har xil. Ya'ni ayrim komandalar tadbirkorlarga qo'llab-quvvatlayman deydigan bo'lsa, ayrimlari neytral bo'lsa, ayrimlari qarshi biznes egasiga. U biznes egasi o't orasida desak bo'ladi-da, ya'ni biznesda nimadirni yaxshilayman desa, komanda polni qarshi chiqadigan xodimlar bor. Umuman yordam berishga ham niyati ham yo'q, misol deylik. Qiyin ayrim tadbirkorlarga bu jarayonlarda. Plus yana qanaqadir shaxsiy oilaviy muammolari bor. Yoki safarlari bor qanaqadir. Tushunsa bo'ladi. O'sha uchun ham biz programmamizda tadbirkorimiz uchun offline qilgan bo'lsak-da, chunki offline'da rezultat boshqacha bo'ladi. O'sha avvalgi muhitidan uni chiqarib olish juda muhimda, chunki u muhitda hech narsa qila olmaydi. Chiqarish kerak uni, uzish kerak u holatdan, unga o'sha ishlash kerak u bilan. Чтобы qaytib borayotgan paytda kuch bilan, ishonch bilan, instrumentlar bilan borsin, jang qilishda, o'sha qurollangan branjiletlar kiygan, anaqa qilishga borsin-da, to'g'ri podxod qilsin. Ishchilarni bittada hammasini bo'shatib yorib, korxonani bankrot oladiga tiqmasin. U yerda plavni переход qilishni o'zini usullari, instrumentlari, metodlari bor. Xodimlar bilan qanaqa ishlashni, masalan, xodimlar bor, shoh chiqargan xodimlar bor. Bor bandaga aylangan komandalar bor, ya'ni bandaga aylanadi ishchilar. Banditlarga o'xshaydi-da, ya'ni korxonaning ichkaridan yemiradi ular. Ularga qarshi nima qilish uchun unda kuch, instrument, metodlar bo'lish kerak, to'g'ri podxod qilish uchun. Sizga ham dardini aytadimi tadbirkorlar? Albatta. Yo'yli. Постоянно eshitamiz dard. Va ayrim dard, ko'pchilik dardlari oddiy yechiladi. Prosta shuni ko'rmaydi-da endi baribir. Bitta misol aytib bering. Qanaqa? Masalan, xodimi keling xiyonati bo'yicha aytamiz. Masalan, shunaqa holatlar bo'ladi. Xodimga ключевой joylarni berilgan. Misol deylik, qanaqa qilib ta'minot qilishni biladi, qanaqa qilib sotishni biladi. Yana aytaylik, qaysi bir joylarni biladi. Ana endi bu xodim hozir shoh chiqqan misol deylik. Hammani oldida keladida, siz noto'g'ri qilyapsiz deydi. Biznes egasi qo'rqib turibdi, masalan, mabodo agar ketib qolsa deydi, o'zi ishlar nima bo'ladi deydi. Biznes egasi rollar almashinib qoladi. Yoki ayrim prikollar qiladi biznes egasi, yoki hazillar qiladi. Hech narsa deya olmaydi. Yoki masalan ishga kech keladi, nima uchun kech kelganini tushuntirib ham o'tirmaydi masalan. Masalan, yoki masalan o'g'irlik qiladi. Biznes egasi biladi o'g'irlik bo'layotganini, lekin hech narsa deya olmaydi. Yoki masalan o'rganadi-da tashab ketadi misol deylik. O'rganadi-da alohida bo'lib ochib, ro'parasida bitta do'konchani ochib konkurentga aylanadi masalan. O'zi umuman xodimni ta'minot bilan ham ta'minot ham sotuvga qo'yish to'g'rimi? O'zi noto'g'ri shekilli menimcha. Ana eng ключевой joylariga qo'yib qo'ygan ekanda o'zi. Bunaqalar ko'p-da. Bunaqa joylar ko'p bizneslarda. Bitta xodim bir nechta narsalar bilan shug'ullanadigan. Ayniqsa kichik bizneslarda, ruchnoy upravleniyada bo'ladigan korxonalarda bu 90% joyda kuzatiladi. Masalan, sizga kelsa shu narsani ajratib berasizmi? Ta'minotga alohida odam qo'ygan, sotuvga alohida odam qo'ygan. Da, biz ham bunaqa deymiz. O'zi bizneslarni rivojlanish bosqichlari bor-da. Masalan, 5 ta bosqich bo'lsa, birinchi bosqich как startup bosqichi deyiladi. Ya'ni endi qadam qo'ydingiz, g'oya tanladingiz, nima bilan shug'ullanasiz, boshladingiz. Bitta o'zingiz yoningizga bitta ikkita odamni oldingizda nimadir qilishni boshladingiz. Shu jarayonda birinchi prodajalar, birinchi pul muhim. Biznes modelingizni prop ko'rdingiz, yaxshi ketyapti. Bo'ldi, bitta odam rozi bo'ldi, keyingisi keldi, повторni keldi, qarasangizki, уже produktingiz ketdi bozorga, kirib ketdi misol deylik. Ikkinchi bosqichga o'tdingiz, ruchnoy upravleniya yoki qo'l bilan boshqariladigan bosqichga kelasiz. Bu bosqichda уже qo'lingizda 15 ta odam bor, hamma jarayonlar sizning o'zingizga bog'langan. Siz bo'lmasangiz ish yurmaydi. Har bitta ishchi sizdan so'raydi, aka deydi, bu qanaqa qilamiz, buni qanaqa qilamiz, chirog'imiz o'chibdi, nima qilamiz, tualetni bumaga tugab qolibdi, nima qilamiz, hammasini sizdan so'raydi. Ruchnoy upravleniyada charchash ko'p bo'ladi, asabiy ko'p bo'ladi, problema ko'p bo'ladi. Oilaga vaqt ajrata olmaydi, sog'ligiga qaramaydi, shu etap bo'ladi. Keyin 3-etap bor. Уже boshiga nima bo'lgandan keyin, charchagandan keyin keyingi bosqichga o'tkisi keladi. Keyingi bosqichi hamma narsani ruchnoy upravleniyada emasda, endi o'zini tagida yoki aytaylik o'zini qo'l ostida rahbarlarni qo'yishni boshlaydi. Masalan, o'zi sotuvchi, o'zi ta'minotchi bo'lgan bo'lsa, startup nimasida. Keyingi ruchnoy upravleniyada endi sotuvchilarni oldi,
buxgalterni oldi, yana kimlarnidir oldida. 3-bosqichda endi sotuvchilarning ichidan bittasini tanlab, uni rahbar qilib qo'yishi mumkin. Yoki sotuv bo'limini rob qilib qo'yishi mumkin. Masalan, yoki ko'chadan olishi mumkin. Shu jarayonda endi har bitta ishchi bilan bitta ishlamaydi-da, через rahbar ishlaydigan bo'ladi. O'zi masalan direktor lavozimida turadi-da, bo'limlarga odamlarni qo'yadi-da, instruksiyalarni beradi-da, qanaqa ishlash bo'yicha через rahbarlar korxonani boshqaradi. Bu 3-bosqich. 4-bosqich bor. 4-bosqichda operatsion upravleniyaga ham odam qo'yasiz. O'zingiz tepada investor bo'lib chiqib ketadi. Investor demaymiz, strategik upravleniyada o'tirib olasizda, operatsion upravleniyani topshirasiz. Ichki jarayonlar, har kunlik jarayonlarni boshqaradigan odam bor. Siz esa har haftada misol o'tirasiz, nimalar bo'ldi jarayonda, nima plan qildingiz, ya'ni qilindi o'tgan haftada va nima keyingi haftada rejalashtiriladi. Sovet direktorovga chiqib ketar ekanda. U 5-bosqich, u sovet direktorov. 4-bosqichda o'zi qiladi shu ishni. Sovet direktorov yo'q, o'zi gaplashadi har hafta. 5-etapda уже komandasida sovet direktorov qiladi. Sovet direktorov biznes egasini o'zini biznesidan, ya'ni biznes egasini, ya'ni biznesni biznes egasidan himoya qiladi, boshqacha qilib aytsak. To'g'ri qarorlar qabul qilishga va hokazo yordam beradi. O'sha oxirgi etap eng kerakli joyi bo'lar ekanda. To'g'ri. Mana sizda o'qib ketgan tadbirkorlar bor-da. O'zingiz baribir analiz qilasiz. Keladi, kursda o'qiydi. Har xil sohalarda va restoran biznesida, ulgurji ishlab chiqarishda bor-da. O'z analizingiz bo'yicha qaysi sohadagi, qaysi yo'nalishdagi tadbirkorlar ko'proq saviyasi balandroq deb bilasiz? Shu savolingizga boshqacha javob beraman. Sohadan emas ekanda u. Ya'ni saviya sohadan emas ekan. Misol deylik, men Amerikada bir tadbirkor bilan ham ishladim-da. Shu o'zbegimiz bu yerda ham Amerikada ham xuddi shunaqa ishlayapti-da. Sistemasiz, tartibsiz, Amerikaga borib, короче, joy, soha kabi narsalar rol o'ynamaydi. Ya'ni mentalitet qanaqa bo'lsa, shunaqa yurituradi ko'pchilik. Ko'pchilikni agar omma haqida gapiryapmiz biz, xos odamlar haqida emas. Deyarli bir xil plus minus. Ya'ni o'zini mishleniyasi, madaniyat qanaqa bo'lsa, biznesga ham o'sha madaniyat, xuddi shunaqa. Soha farqi yo'q bu yerda. Ishlab chiqarishda ham, servisda ham, savdoda ham, chakanada ham, optimda ham farqi yo'q. To'g'ri, va shu bizda ham shunaqa ekan. Masalan, biz ham ERP o'rnatsak, qaysi soha vakillari, masalan, qaysi nishaga biz fokus qilsak bo'lar ekan, qaysi nishada biz osonroq, tezroq tizimlashgan, tezroq instrumentimizni ham o'rnatib chiqib ketamiz deb analiz qilganimizda tadbirkorning saviyasi rol o'ynar ekanda. Masalan, даже umuman ERP kerak emas bizneslar ham bor-da. Masalan, oddiy programma bilan ana qilib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin tadbirkor saviyasi shunday darajada rivojlangan, yo menga shu sistema kerak, mana shu sistemani ishlataman, rivojlanishim, o'sishim kerak, strategik yetam videniyalari dahshatda, zo'rda. Yaxshi olib ketadi anaqasini. O'shanda anaqa bo'lar ekan. Xo'p. Endi anaqa bor-da. Menda bitta savol bor-da, mana. Tadbirkorlar sizga masalan muammo bilan keladi-da. Muammo bilan keladi. Muammo o'zimga bitta shablon qo'yganmiz endi o'sha ustozlardan, boshqalardan olgan. Muammo harakat, etap-etap keladigan bo'lsa, harakatda, instrumentda, bozorda, biznes modelda lekin oxiri shaxsiyatga borib taqalar ekanda. Ya'ni siz masalan eng ustki sloyi harakat. Masalan, harakat qila olasizmi? Demak, muammo yo'q bu yerda, ichiga kiramiz. Instrumentda demak, nimadir bilmayapsiz, qanaqadir formulalar yoki qanaqadir fin model bila olmayapsizmi? Sotuv metodologiyasini bila olmayapsizmi? Agar uni o'rgandingiz, bo'ldi, hamma narsasi joyida, instrumentlarni bilib olasiz. Keyin bozor etapiga o'tiladi. Masalan, bozor o'zi tormasmi? Bozor kelajagi bu ertaga yuvib ketadigan bozor emasmi? Agar bozorda muammo bo'lsa, sirazi bozorni o'zgartiradi yoki nimadir qilinadi. Bozorda ham muammo bo'lmasa, keyin biznes model. Masalan, biznes model o'sha pul keltirish, masalan, anaqasi, konsepsiyasi qanaqa darajada u yo'lga qo'yilgan. Agar unda ham hamma narsasi zo'r bo'lsa, oxiri ana shaxsiyatga borib taqalar ekanda. Ya'ni odamni o'zi
hamma narsasi zo'r, bozor zo'r, biznes modeli zo'r, instrumentlarni yaxshilatyapti, lekin odamni nima deydi, shaxsiyatda qanaqadir travmalari bor-da. O'sha narsa qanaqa stiklanniy patolog bo'lib, u xalaqit qiladi o'zini rivojlanishiga. Ko'p muammo shu anaqada bo'ladi deb aytishadi. Masalan, siz o'zingizni baribir murabbiylik dasturlaringiz bor, individual tizimlashtirasiz, yordamlashasiz. Qaysi mana shu etaplarda, mana shu etaplarning qaysi birida ko'proq muammo bo'ladi? Menga qiziq bo'lgan tarafi shaxsiyatga qanchalik masalan ko'p shug'ullanasiz odamlarning shaxsiyati bilan. Biznes psixolog deydi masalan. Baribir siz 10 yil masalan 10 yil bo'lgan bo'lsa, 10 yil davomida o'sha biznes psixolog bo'lib ketgansizda o'sha. Ko'proq qaysi mana shu etapida muammo bo'ladi tadbirkorlarda hozir? Mani nazarimda, agar birinchisida problem bo'lsa, qolgan hammasida problem bo'ladi. Ya'ni shaxsiyatida problema bormi? Qolgan hamma joyda problema bor degani. Ya'ni buni qanaqa tushunish kerak? Shaxs sifatida insonni shu stakanga agar o'xshatsak shaxsiyatni. Stakanning hajmi qanaqa bo'lsa, uni erishadigan narsalari shunaqa bo'ladi. Shaxsiyat misol deylik, tor bo'ladiganga siz ERP, CRM uni qanaqa tushuntirasiz uni? Aytadiki, bloknotni даже tushunmaydigan bo'lsa agar. Qiyinda uni instrumentni tushuntirishingiz. Shaxs sifatida o'smagan odamga qaysidir bir instrumentni qabul qilishi qiyin. Yoki bozorning hajmi haqida gapiryapsiz. Tushunmaydi u narsani. Ya'ni shaxsiyat agar tor bo'ladigan bo'lsa, qolgan narsalar kirmaydi. O'zi bu juda muhim narsa, insonni o'sha o'zi bilan ishlash kerak ko'pincha, birinchi etapda. Masalan, yaqinda bir holat bo'ldi. Bir kompaniyaga korporativniy trening o'tib berdik-da. Trening o'tishdan oldin men analiz qilaman-da. O'sha kimga o'tyapman? Bu ayrim payt bo'ladi biznes egasiga, ayrim payt top rahbarlariga, ayrim payt sotuv komandasiga masalan bo'ladi. Bu safar masalan sotuv komandasiga trening o'tib berdik-da. Trening o'tishdan oldin men unga hozir instrument berishim kerak, metodlarni berishim kerak, klientlar bilan qanaqa qilib aloqa qilinadi, munosabat o'rnatiladi, qanaqa qilib buni sotuvga olib kelish kerakligini berishim kerak-da. Lekin qarasam, ularning mishleniyasida noto'g'ri anaqalar bor, ishonchlar bor. Masalan, men savol beryapman. Problema, ya'ni mana savdo bo'lmayapti, u bo'lmayapti, bu bo'lmayapti. Kimda problema desam agar, ular aytayaptiki, klientda problema. Ya'ni klient o'zi pul oladigan emas, xarid qiladigan klientlar emas. Masalan, nima uchun xarid qilmayapti? Aytadiki, yo narxini qimmat deyapti, yo joyimiz yaxshi emas deyapti, yo yana nimadirlarni gapiryapti-da. Men bularga hozir instrumentni gapirishim kopeyka bo'ladi. Metodlarni kopeyka bo'ladi bularga hozir men nimadirlar gapirishim. Men bular bilan nimani gaplashishim kerak desak, taxminan bir soatcha vaqtim ketdi ularning ishonchlari bilan ishlashga. Ya'ni sotuvchilarning ishonchlari bilan. Ha, sotuvchilarning ishonchlari bilan. Uni meni xatoyim, men noto'g'ri fikrlayotgan ekanman degan narsaga kelmasdan turib, qo'liga narsa berib bo'lmaydi uni. Yo klientda deganda nimada? Klientda qanaqa muammo bo'lgan? Noto'g'ri klient tanlab qo'yganmi? Yo'q, mana bunaqa deymiz. Nimaga продажа bo'lmayapti desangiz, chunki deydi odamlar puli yo'q hozir odamlar deydi. Aybni bozorga. Aybni bozorga, aybni klientga, aybni millionta narsaga, lekin o'zini hech aybdor deb bilmaydi-da. Chunki uni shaxsiyatda problema bor-da, u tan olsa, u kamchilik qilgan odam bo'ladi, u idealni odam misol deylik. Bo'ladi-da. Endi bunday odamning qo'liga instrument bersangiz, masalan, uni qo'liga bilmayman, CRM ni berdingiz, ha? Nima deydi shu joyda? Bu CRM ishlamaydi deydi. Ishlaydi, bahona topadi. Mana bunaqa bo'lsak bo'ladi-yu deysiz agar, yana nimadir o'ylab topadi sizga. Skriptni bersangiz agar, skript noqulay deydi. Men o'zim bilganimcha gapiraman deydi. Ya'ni topaveradi. Shaxsiyat bilan qanaqa ishlaysiz? Men qanaqa qilaman shunaqa holatda? Birinchi, ular o'zini prav va qolganlarni prav deb o'ylaydi. O'zini aqlli, qolganlar ahmoq deb o'ylaydi. O'zini biladigan, qolganlar bilmaydigan deb o'ylaydi. O'zini to'g'ri, boshqalarni noto'g'ri deb o'ylaydi-da. Shu joyda qilishingiz kerak bo'lgan narsa, ular bilmasligini bildirish kerak. Chunki ko'pchilik odamlar o'zi bilmaydi, bilmasligini ham bilmaydi. Yani savollar berib, tushuntirib. Ya'ni spesial shunaqa slaydlarim bor, spesial shunaqangi ta'sir qiladigan metodlarim bor-da. Ezasizda ularni. O'shan ezmayman, savol beraman, tashiyman o'rtaga, miyasini ishlatishga harakat qilaman. Javob topa olmaydi tabiiy. Qidiradi, qidirgandan keyin baribir keladida, o'zi noto'g'ri ekanligiga yetib keladi.
va shunga yetib kelgandan keyin deydi man nimadir noto'g'ri qilayotgan ekanman-ku degan narsaga kelsa bo'ldi. Ya'ni inson o'zini xatosini tan olsa, unga nimadir o'rgatsa bo'ladi. Tan olmasa, unga hech narsa o'rgatib bo'lmaydi. To'g'ri. Mana korporativniy trening deganingizga siz baribir mana individualniy tizimlashtirilgan korxonalaringiz bor-ku. Qanaqa eng top qaysi korxonalarni aniq qilgansiz? Borib o'sha tizimlashtirib ko'tarib bergansiz. O'zi asosan bizda individualda unchalik ko'p kompaniyalar bilan ishlamaymiz, ko'p kompaniyalarni olmaymiz. Asosan demak omma bilan ishlaymiz, chunki oliy maqsadimizni aytdim sizga. Lekin shu bilan birgalikda murabbiylik programmasi yoki individual tarzda ishlaydigan joylarimiz bo'ladi. Klientlarimizdan kimlarni aytishimiz mumkin? Masalan, BTS, Ahmad T, masalan, FTCard degan kompaniya. Ya'ni qanaqa korxonalar? BTS endi menimcha hamma bilsa kerak, logistika, pochta va hokazo xizmatlarni yo'lga qo'yishadi. Ular bilan ham где-то bir 1 yilga yaqin muddat ishladik. 10-12 tacha adashmasam filiallari bor edi. Hozir o'sha 100 tadan oshdi bularning filiallari. Ahmad T kompaniyasi bilan ishladik. Ahmad T Angliyaning 40 yillik kompaniyasi. O'zbekistondagi distribyutorlari bilan ishladik. U yerdan 20 yildan beri faoliyat yuritib kelishadi. Yoki FTCards, открыткаlar bilan shug'ullanadigan kompaniya, misol sifatida aytishimiz mumkin. Ular bilan ham shunaqa bir yil davomida ishlandi. Endi tizimlashtirish jarayonida har xil proseslarni tartiblashtirishga kirishamiz. Sotuvga tegishli, marketingga tegishli, moliyaga tegishli bo'lishi mumkin, xodimga tegishli bo'lishi mumkin. Agar yo'q demasangiz, mana shu ozgina ichiga kirsak, bunday tasavvur hosil qilib olish uchun mana keldingiz, masalan, murabbiylik dasturi yoki qanaqadir individual tizimlashtirish proyektni oldingizda, borib mana baribir roadmap bo'ladi-yu, metodologiyasi. Ya'ni men nimaga so'rayman bu narsani? Masalan, sizni eshitib, ko'rayotganlar ham o'ziga kak mana bunaqa bo'lar ekan degan bir anaqa olsan, bir insight olsan degan. O'zi qanaqa bo'ladi? Misol deylik, birinchi suhbat bo'ladi-yu, har bir jarayonda. Tadbirkor nima xohlayotganlarini eshitaman. Misol deylik, ayrim tadbirkorlar bilan ishlamayman. Yo xohlayotgan narsasini o'zi bilmaydi, yo unga kerak emas, yo u bilan bizni hamkorlikda ishlay olmaymiz u odam bilan. Qanaqa ma'noda? Odam shaxsiyatiga yana borib taqaladi-da. Yuqorida aytdingiz-ku shaxsiyatni. Bu konsalting unga kerak-da. Tizimlashtirish unga kerak. Va bu jarayon menga ham unga ham komfortli bo'lishi kerak. Ya'ni 1 yil mobaynida ishlaymiz u bilan. Shu joyda bir-birimiz bilan to'g'ri kommunikatsiya, to'g'ri munosabatda bo'lsak, nimadir yordam berishimiz mumkin u odamga. Bir kuni bitta bir anaqa keldi. Chaqirdi xolos bittasi. Endi bu faoliyatimizni endi bir boshlayotgan paytlarimizda bir tadbirkor, bizni taniydigan bir tadbirkor, sherikchilikda ekan ularning bizneslari. Keling, iltimos bizga o'sha yordam bering, sheriklarimiz bor, shu maslahat qilaylik deb chaqirdi. Bordim, o'tiribmiz. O'zini qandaydir bir katta bir kattakon odamday tutyapti, misol deylik. Ikkinchi sherigi. Ha, ikkinchi sherigi. Keyin bizga qani soting, qani o'zingizni desa bo'ladimi? Xuddi bizga ruchkani soting deydi, ya'ni u ishchini ishga olgan paytda shunaqa dedi-da. Qarasam, uje boshidan noto'g'ri ketyapti-da. Keyin bunaqa odamlar bilan ishlamayman-da, ya'ni qaysi ma'noda o'zini katta tutadigan. Unga kerak konsalting. Men u yerda ruchka sotishga yoki bilmayman, o'zimni qobiliyatimni isbotlashga kelganim yo'q. Пожалуйста, xohlasanki, sen bilan mana shunaqasiga ishlaymiz. Men senga pozitsiyamizni belgilab olamiz. Meni pozitsiyam bilan seni pozitsiyangni o'rtasi qanaqa bo'ladi? Ya'ni men bu yerda senga vazifa beraman, sen qilasan. Va agar senga qiziq bo'lsa, tartiblashtirish, tizimlashtirish, chunki o'zini yon tomondan qaray olmaydi o'ziga. O'zini operatsionkasida qaynab turgan paytda, inson qaysi bir urovenda bo'lgan paytda, o'sha urovenda muammolarni yecha olmaydi. Bitta boshqa urovenda bo'lish kerak bo'ladi. Endi klientlar bilan ishlash qanaqa bo'ladi? Birinchi qadriyati to'g'ri keladimi, yo'qmi, shunga qarayman birinchi o'rinda. Ya'ni u bilan men 1 yil mobaynida komfortli ishlay olamanmi, yo'qmi? Shu taraflarini ko'raman. Undan keyin полностью korxonani diagnostika qilib chiqamiz yoki audit qilib chiqamiz. Xuddi bir doktorga borganda
polностью check-up qilib, hamma joylarini nima kasalliklari bor bilgani kabi shunaqa qilamiz. Tashqi ko'rinishdan hamma narsa chotki ko'ringan narsalar ham bitta diagnostikadan keyin polni kasalliklar chiqadi hammasi. Keyin uni tahlil qilib beramiz. Qayerda nima kamchilik bor, muammoni hal qilmasangiz nima oqibatga olib keladi, qanaqa yechimlar bor. Ya'ni har bitta bo'lim rahbarlari bilan gaplashib chiqasizlar. Bu yerda bo'lim rahbarlari bilan, xodimlar bilan, biznes egasini o'zi bilan o'rganamiz va hokazo ham ko'p narsalar bo'ladi bu yerda. O'sha asosida biznes egasiga bu tahlillarimizni ochib beramiz. Nima muammo, oqibati, nima yechimlari bor. Shuni ko'rsatib berganimizdan keyin unga yechim variantini ham taklif beramiz. Masalan, bir xil, ikki xil variant beramiz. Xohlasang, mana bunaqa formatda, mana bunaqa to'lovlar bo'ladi, aytamiz. Agar ma'qul deydigan bo'lsa, keyin biz ozgina vaqt olamizda plan qilamiz. Misol deylik, o'sha qancha muddatli plan, nima qilamiz? Misol deylik, birinchi nimadan boshlaymiz, ikkinchi nimadan boshlaymiz, uchinchi nimadan boshlaymiz. Bu biznesning holatidan kelib chiqadi. Og'riqli o'sha nuqtasidan yoki узкий горлышкасidan boshlanadi. Ya'ni yonib turgan narsalarni tezroq hal qilish kerak bo'ladigan joylar tezroq hal qilinadi. O'sha asosda kengayib ketadi. Jarayonda biznes egasini o'zi bilan ishlaymiz va komandasi bilan ishlaymiz. Va barcha instrumentlar через biznes egasi komandasiga внедрять qilinadiki, joriy qilinadiki, biz ketganimizdan keyin ham bu ishlasin. Ya'ni biz nimadir yordam berayotgan sistema biz ketgandan keyin qulab ketmasin. Ishlasin, qolsin unga. Ya'ni sizlar uni qog'ozda instruksiyani qilib tashlab ketmaysizlar-da faqat, to'g'rimi? 1 yil davomida sizlar постоянно trening o'tib, fikrlashni o'zgartirib borasizlar, bu yerda to'g'rimi? ham trening bo'ladi. Ham birgalikda qandaydir bir narsalarni razrabotkasi bo'ladi. Ham birgalikda ularning fikri kerak. Misol deylik, qaysidir bir strategik sessiyalar o'tkazsak, komandaning fikri kerak, misol deylik. Ular ham ishtirok etish kerak bu jarayonda. Alohida o'zimiz tuzib biznes egasi bilan bersak agar, u ishlamaydi bunaqa narsalar. O'sha uchun qaysidir joyda trening formati bo'ladi. Qaysidir joyda zadachalar beramiz. Qaysidir joyda faqat biznes egasini o'zi bilan ishlaymiz. Qaysidir joyda komandani o'ziga mas'uliyatni beramiz. Ular o'zi o'ylasin, o'zi nimadirlar qilsin deymiz. Qaysidir joyda o'sha instruksiyalar, yo'riqnomalar va hokazolar razrabotka qiladi, o'zi qiladi. Qaysidir joyda shablonini berishimiz mumkin bo'ladi. Butun komandani vovlikat qilamizda shu jarayonda. Hamma o'zini hissasini qo'shish kerak bo'ladi. Bitta biznes egasini o'zi torta olmaydi. Mana holatda nima qilasiz? Masalan, eksportga chiqish kerak. Misol uchun deylik, qaysidir korxona eksportga chiqish kerak. Siz aytyapsiz taklif hozir, lekin u biznes egasi masalan har xil psixotip bo'ladi va perfeksionist bo'ladi, boshqa yo'q, oldin men joylarimni to'g'rilab olay, zo'r tartiblab olay, keyin boshqa yo'nalishga o'taman yoki shu anaqani ochaman deydi-da. Lekin u masalan u yo'nalish kerak bo'lishi mumkin-da. Masalan, oldin qilib boyitdingiz, uni qilib ko'r, pul kelsin, keyin uni tizimlashtirishga o'tasan dedingiz. O'sha holatda qanaqa uni fikrini o'zgartirasiz? Bu yerda o'sha kim konsalting ishini olib boryapti, uni avtoriteti bo'lishi kerak-da, unga ta'sir o'tkazadigan. Va ya'ni agar siz haqiqatan ham ko'rib turibsizki, mana shu juda muhim ekanligini, yana bu yerda shunaqa joy bor, professionalligi ta'sir o'tkaza olishida, ishontira olishida. Ya'ni sotish jarayoni-ku bunday olsangiz agar, uni sotyapsiz, unga g'oyani, mana shu narsa muhim ekanligini keltirib berdingiz-da. Haqiqatan ham shunaqa bo'ladigan bo'lsa, sotish bo'yicha bitta life hack etsangiz, shu yerda to'g'rimi, noto'g'rimi? Siz o'sha odamga g'oyangizni sotishingiz uchun uni fikrlashini o'zgartirishingiz o'zi yetadimi yo'q? Masalan, mana gaplashyapsiz, unga u mana bu etapda turibdi-da, tepani ko'rsatyapsiz. Ya'ni sen mana bunaqa bo'lishing kerak. Ya'ni qaysi harakatlardan o'tsang, mana bu darajaga chiqasan degan narsani ko'rsatib qo'ydingiz-da, sizga loyalniy bo'ladi. Ikkita instrument bor. Ishontirishingiz uchun. Birinchisi unga kelajakni ko'rsatishingiz bilan birgalikda, rohatni ko'rsatishingiz bilan birgalikda, mana bunaqa o'zgarishlar bo'ladi, mana bunaqa zo'r bo'ladi. Uni ko'rsatish bilan birgalikda, agar qilmasang, mana bunaqa yomon bo'ladi degan narsani ham ko'rsatish mumkin. Falkan ikkinchi tarafdan xuddi shunaqa narsa. Ikkita tomonlama bo'ladi. Zo'r tushunarli. Tizimlashtirishga yana bitta narsa bor-da. Biz ya'ni bitta kattaroq kompaniyani rahbari alohida xonaga olib kirdilar-da, aytibdilar. Menga finansiz kerak. Yana xuddi shunaqa savol boshqa holatda ham takrorlanganda, SEO kerak. Normalniy kompaniya, misol uchun 100 talab odam ishlaydigan anaqa. Endi biz prosta boramiz, instrument beramiz-ku, misol uchun. Endi orada shu sohada tanishlar bo'lsa kerak yoki shu sohada yurishibdi deb murojaat qilib turishadi ba'zida.
SEO kerak deb qolishadi-da. Men endi hayron bo'laman-da. Qanaqasiga SEOni men o'zim tasavvur qila olmayman-da. SEOni tashqaridan kelib yo'q qayerdandir ana Headhunter'dan olib ishga qo'yishdi. Nima tavsiya qilasiz SEO qidirayotganlarga? Siz mumkin balkim katta kompaniyalar bilan ishlagandirsiz. O'sha uchun tasavvur qila olmayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin kichik o'rta biznesda bu normal narsa. Masalan, nima demoqchiman? Normal narsa deganimda, haqiqatan ham katta kompaniyalar o'zi o'stirishi to'g'ri bo'ladi. Misol deylik, ichkaridan hamma proseslardan sekin-sekin o'tib o'stiradi. Lekin kichik korxonada yoki aytaylik, o'rta korxonada siz aytayotgan rahbarlarni yetishtirish sistemasini o'zi yo'q. Ya'ni yo'q bunaqa sistema. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'zi boshqaruv qanaqa bo'lishi haqida ham tasavvur yo'q. Hech qayerda o'qimagan biznes egasi. Bozorda ishlagan, unda ishlagan, u kelib nima bor, prям shuni ishlayapti misol deylik. O'zi qanaqa bo'lish kerak, menejment qanaqa bo'lish kerak, operatsion upravleniya qanaqa bo'lish kerak buni bilmaydi. Shu joyda lekin ishchisini qo'ysa, ishchisi o'zidan ham battar misol deylik. Qanaqa qilib uni qo'yish mumkin degan joy paydo bo'ladi. O'zi ham tajribasi yo'q, ishchilarda vobshe tajriba yo'q. Yana filial ochmoqchi misol deylik. Qanaqa qiladi desangiz agar, bu joyda ya'ni yangi qon kerak-da bu yerda. Qon buzilgan yoki aytaylik natijani bermaydi. Shu joyda tashqarida misol deylik sistemli korxonalarda ishlagan yoki qandaydir o'sha tartib bor joylarda ishlagan odamni, ozgina tajribasi bor odamni qo'ysak ham uje ancha yaxshi bo'ladi-da. O'sha uchun majbur bo'ladi o'zini korxonasida yangi qonni olib kelishga. Olib keladi, qo'yadi o'zini nazoratida. Albatta to'g'ri odamni tanlash kerak bu yerda, qadriyatlari to'g'ri odam bo'lsa, o'sishini bir yo'li shu. Bo'lmasa 10 yil o'tsa ham, 20 yil o'tsa ham hech masshtabiyat qila olmaydi. Faqat ishonch asosida men ishlayman desa, faqat qarindoshlarim bilan ishlayman desa, uzoqqa borib bo'lmaydi. O'sha uchun buni tushunish kerak. Demak, tashqaridan SEO olish normal holat ekanda. Kichik korxonalarda bu boshqa iloji yo'q. Tajribani qatdan orttiradi misol deylik. Kimlarga noldan o'zi yetishtirish tavsiya qilasiz? Qanaqa korxonalarga, qaysi holatlarda? Ya'ni boshqaruvni qanaqa qilishni bilsa, yaxshi boshqarayotgan bo'lsa, o'zi korxona egasi. Balki o'zi qayerdadir ishchi bo'lib ishlagan. Masalan, sistemli kompaniyalarda, международный kompaniyalarda ishlagan, biladi qanaqa qilib boshqariladi. Bo'ldi, unga yetishtirsam bo'ladi misol deylik. Ko'chadan olish shart emas. O'zim qila olaman deydi. O'zi bor, pul bor, sekinlik bilan komandani tayyorlab kelyapti, o'stirib kelyapti va qaysidir bir nuqtaga kelib turib, rahbar qilib qo'yadi qaysidir bir bo'limlarda. Keyin sekin yoniga oladi operatsion jarayonlarda. O'zi bo'lmagan paytda uni o'rnini assistent sifatida qilish mumkin. Yoki zam sifatida qilish mumkin. Uning uchun o'zi yaxshi bilish kerak-da. Albatta, uni to'g'ri peredavat qila olish kerak, shunaqa. O'zi bilimli bo'lish kerak. Shunaqa. Zo'r. Siz mana kecha men anaqangizga bordim-da, ofisingizga bordim, PCG ga. Shogirdingiz Shahriyor ham aytib qoldilar. Ko'p konsalting kompaniyalarda anaqa kompaniyani litsosi, ya'ni kompaniyani brendi o'sha kompaniyani asoschisi bilan bog'liq bo'lib qoladi-da. Ya'ni sinxronda ishlaydi-da. Ertaga u kompaniyaning asoschisi chiqib ketsa, bu kompaniya busiz miyasiz qolib ketgandek bo'lib qoladi. Ertaga rivojlanib keta olmaydi-da. Ya'ni bu yerda shunaqadir, ya'ni Ibrohim Gulyanov soatlarini PCG sotib olar ekan. Ya'ni kursga Ibrohim Gulyanov o'zlarining vaqtlarini sotar ekanlar. PCG alohida o'zi ishlar ekan. Ya'ni alohida o'zi brend, alohida o'zi rivojlanib katta bo'lib hozir ketayotgan ekan. Ya'ni siz o'zingiz alohida brend, PCG o'zini alohida brend qilib shakllantirayotgan. Men zo'r o'zimga insight bo'ldi. Ya'ni men ham masalan o'zim hozir kompaniya, masalan o'zimni endi men podkastlarda chiqamiz, boshqa qilamiz va o'zim manaqamga hozir asoslanib qolganda. Ertaga bu kompaniyani men sotib yuboraman desam, men o'zim kompaniyam xodimlar bor, boshqasi bor. Taklif ham qilib ko'rdim даже. Siz ketsangiz necha foizga anaqa tushadi deb so'rashdi-da. Sotuv. Bilmadim, endi hozir men masalan sarafan bilan yoki meni orqamdan kelayotganlar bir 70-80% dedim-da. Unda salana qilish shubhalanishdi-da. Demak, men brendga, men kompaniyaning brendini o'zini o'stirishga ishlashim kerak ekan degan xulosa qildim-da. Siz shu anaqada nima deydi? Qachon yetib keldingiz? Ya'ni qachon o'zi shakllantirishni boshladingiz shu PCG brendini alohida? Boshidan shunaqa bo'lganmi o'zi? Alohida shakllantirib kelganmisiz? Yo'q, boshida unaqa emas edi.
ma'lum bir nuqtaga kelgan o'zi boshida hamma proseslarni o'zim qilganman. Misolda telefondan o'zim gaplashganman. Hisob kitoblarni ham o'zim qilganman. Jarayonlar bo'ladi-yu. Boshida. Keyin etap topshirilgan. Hozir operatsion upravleniyada ham odam bor. Men o'zim ishtirok etmayman. O'sha ma'lum bir darajaga kelganda shuni bildikki, o'zimizga bog'liq qilmaslik yaxshiroq. Lekin bog'liqlik joyi bor albatta, asosiy konsultant sifatida. Lekin shu bilan birgalikda boshqa ekspertlarning ham produktlari bizda sotiladi. Etap bu kuchaytirib boriladi. Parallelni ketaveradi. Hozir masalan siz o'zingiz trening o'tmasangiz, qanaqa holatda baribir savdo manimcha sizga bog'liq bo'lib qolgan bo'lsa kerak, ko'p holatda. Bog'liqlik joyi bor, chunki shu uchun kelishadi, misol deylik. Lekin shu bilan birgalikda boshqa produktlar ham bor. U produktlarga men ishtirok etmayman u produktda. Masalan, moliya bo'yicha produkt bor. Masalan, sotuvchilarni tayyorlash bo'yicha produkt bor, distributsiya bo'yicha produkt bor. Men ishtirok etmayman. Zo'r. O'zi ketaveradi. Keyin o'sha ofisingizga borganimda alohida xonada, ikkitami, 1.5 xonada sotuvchilar sotib o'tirgan ekanda, qizlar. Boshqa joydan ham eshitganman. O'sha sizdan chiqqan sotuvchilar boshqa trenerlarning kurslaridan anaqalarni sotishadi deb anaqa qilganman. Ya'ni sizni PCGda sotuv bo'limi yaxshi zo'r yo'lga qo'yilganda, masalan, bunaqasi. Bu qanaqadir skript yoki nimadir, masalan, yangi ishchi kelsa, bu bizda ham kerakda, masalan, kol operator keladi. Men hozircha endi bizga unaqa sotuv oyda 2 marta 3 marta bo'lganiga kerak emas-da. Ertaga masalan kattalashtirganimizdan keyin menga skriptlar, boshqalar shu sistema kerak bo'ladi. Masalan, o'rgating. Qanaqa qilib men yangi xodim kelganda, kol operator kelganda, men unga 1 oyda adaptatsiya bo'lib ketish uchun nima qilishim kerak? Hozirda holat qanaqa sizda? Menda hozir masalan bitta kol operator o'tiradi. Instagramda masalan, Instagram to'xtamaydi endi, taksi zaifga tushadi, telefon qiladi, tushuntiradi, uchrashuv tashkillashtirib beradi, bo'ldi. Sotuvchimiz borib, uchrashib, sotib keladi. Shunda hozir sizda nima qoniqtirmayapti hozirgi holatingizdan? Ertaga bu sotuvchi masalan kol operator ketib qoladigan bo'lsa, yangi kol operatori xuddi shunaqa gaplashishga, buni sistemani men sotayotgan produktimni miyasiga qo'yishim uchun vaqt ketib qoladi-da. Masalan, skriptlarni o'zi ba'zida kifoya qilmaydi-da. Masalan, skriptlar bo'ladi, lekin ba'zi savollar berib qolsa klient to'xtab qolishi mumkin unaqa savollarga. Men to'g'ri tushundimmi sizni? Misol deylik, agar o'sha kol operativ vobshe ishdan ketib qolsa, butun savdo to'xtab qoladi. Yo'q, to'xtamaydi. O'sha sotuvchimni o'zi telefon qilishni boshlaydi. Faqat u sotuvchim hammaga agar ishdan ketib qolsa, kim? O'sha sotuvchingiz. Yo'q, bizda kol operator bor, sotuvchi bor. Nechta kol operator, nechta sotuvchi? Bitta hozir. Ikkalasi masalan ketib qolsa, ikkalovi ketib qolsami, men qiynalib qolaman. Men o'zim o'tirishim kerak bo'ladi. Tushayotgan zaifkalar ham o'zim obro'tga qilib o'tirishim kerak bo'ladi. Demak, avtomatik daromadlar to'xtab qoladi, chunki bularga bog'lanib qolgan joy bor, to'g'rimi? Shunaqa, men vaqtim unga ketib qoladi-da. Proyektlar bilan shug'ullanish kerak bo'lgan joyda siz ularga fokus qaratishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni prodaja jarayonida lidlarni обработка qilishga va hokazo. O'zimda qarasangiz, men o'zi qiladigan ishim faqat o'sha sotuvda orada bitta-ikkita uchrashuvda qatnashish. Proyektni men qilmayman, o'sha bolalar qiladi. Men boshqa o'sha marketing va mana podkastlar, strategiya boshqalar bilan vaqtimni ajrataman asosan. Proyektlarga aralashtirmayman. Bundoq qarasangiz, o'sha bo'sh vaqtim bunga ketadi-da. Telefonni обработка qilishga ketadi. Sotuv bo'limida ham sistema bo'lishi kerak-da. Hamma joyda sistema bo'lgani kabi. O'sha sotuvchilarni qidirish sistemasi. Ularni qidirgandan keyin tezgina korxonaga moslashtirish sistemasi bo'lishi kerak. Va to'g'ri kelmaydigan kadrlarni filtr qilish. Masalan, bizda skript u bitta bir instrument, u yerda ko'p narsalar bor. Masalan, planlar bor, KPI bor, обученияsi bor, problemasi bilan ishlash bor, mentalniy miyasida tarakanlari bor bilan ishlash bor. Ko'p narsalar. Ya'ni bitta ikkita nimadirni aytish bilan bo'lmaydi. Kompleksni qarash kerak bo'ladi. Masalan, buni korxonangizda joriy qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni sistemniy отдел продаж bo'lishini xohlasangiz, bor shunaqa xizmatlarimiz. Masalan, siz hozir aytayotgan muammolaringizga nima deydi, hal qilish uchun nima berishga tayyorsiz?
hal qilish uchun. Ya'ni sistemni отдел продаж bo'lsin-da, sizga bog'liq bo'lmasin-da, o'zi klientlar bilan ishlab, o'zi обработка qilib, o'zi sotib, o'z ustida ishlab, yana kadr, ya'ni masshtabировать ham qilishingiz kerak-ku, ya'ni chunki anaqa proyektni управлениясini boshqa kishiga topshirgan bo'lsangiz, o'zi ishtirok etmaydigan bo'lsangiz, yanada ko'paytirsa bo'ladi, masalan. Nima berishga tayyorsiz, misol deylik. Mayli, nima berish kerak bo'lsa, masalan, kelishamiz. Tushunarli. Пожалуйста, murabbiylik dasturchi. Yaxshi. Sotuv bo'yicha master klass bo'ladi. Zo'r. O'zi Bitta proyektni necha pulga sotasizlar sizlar? o'rtacha minimum 20 dan boshlanadi, 30-40 gacha. Hozir maksimum 40-45 da. Programmani o'zi necha pulga tushadi? Endi bizda podpiska. Sizlar vanni sotasizlar? Biznes van sotamiz asosan. Hozir endi kattasiga ham sekin harakat qilyapti. Endi Odo anaqasini ham hozir reja qilamiz. Van qanaqa podpiskasi? Oyiga tam userga qarab, foydalanuvchilar soniga qarab, taxminan $400-500 atrofiga tushadi oyiga podpiskasi. Razовый Kishi boshiga $400 a? Yo'q, kishi boshiga emas, общий. Общий $400. Masalan, 10 ta foydalanuvchi bo'lsa, 400-500 atrofida o'rtacha. Undan tashqari alohida razовый оплата qilishadi-da. Zo'r. 30 ming atrofida. Endi bizda masalan hozir men proyektni anaqani sal tizimlashtirganman, men aralashmayman, bolalar qiladi. Endi sotuvni agar avtonomniy qilib chiqib ketsam, Da. asosiy ishim marketingga ketadi-da. Strategik marketingni, tam bozor nisha qidirish, boshqa integratorimiz edi hozir. Produktga strategiyalar ham bor. Mana o'zingizga o'xshab mana o'sha bo'yicha mana keldik, как раз Bifoza degan ERP sistema o'zingizdan masalan razработка qildingiz. Adashmasam qancha $1 million ga yaqin pul ketdi deb aytdingiz razработкasiga. ERP sistemada bo'lganiga juda noldan yasash qiyinligini bilaman, qanaqa qiyinligini bilaman ERP sistemalarni. Masalan, o'zimiz даже ERP sistemani ustiga qo'shimcha darabotka qilganimizda qancha baglar chiqadi-da. Kamchiliklar chiqadi, boshqa chiqadi. ERP sistema deganda o'zi odamlarga yetkazib berish, men qanaqa qilaman? Odamlar uchotdan har bitta bo'limni, hamma uchoti bitta joyda bo'lgan sistemani ERP sistema deb tushunib qolishgan ekan. O'zi ERP sistema uchot samo собой bo'lish kerak bo'lgan narsa. ERP oldindan rejalashtirish anaqasida o'tadi, lekin bizlar hali uchot bo'lmagani uchun rejalashtirish etapiga hali kelmaganda anaqasi. Bu Bifoza ERP sistema hozir qachon boshlangan? Hozir qaysi etapga keldi? Qaysi etapga deganingiz? Qaysi etapga endi nechta hozir aktivniy klienti bor hozirgi paytda? O'zi boshlanganiga, ya'ni продажа bo'lganiga qancha bo'ldi? Bir 6 oycha bo'ldi adashmasam. 6 oy boshlanganiga. Birinchi ishga tushganiga. Ha. Hozir asosan sarafondan ketyapti продажаlar. Aktivniy klientlarni o'zi to'g'ri ayta olmayman. Kam hali. Hali kam. Xudo xolasa sekin-sekin ketyapti. O'zi nimada g'oya keldi u ERP sistema qilish g'oyasi? O'zi ERP sistema sherigim bor. O'zi azaldan masalan biz tizimlashtirishda yordam beramiz. Tizimlashtirish bilan birgalikda shu tizimni avtomatlashtirish niyati bo'lgan. Ko'p urinib ko'rganman, har xil programmalar qilishga o'xshamagan. Pullar yo'qotilgan joylar bor. O'xshamagan xolos. Keyin mana sherigimiz aynan shu temani yaxshi biladi, birgalikda qilib ketyapmiz. Tadbirkorga kompleksni yechim berish asosiy g'oya. Ya'ni korxonasida qandaydir tizim bo'lgandan keyin tizim avtomatlashsin. Oson bo'lsin ishlari. Человеческий faktorlar kamaysin, qaror qabul qilishlariga yordam bersin. Endi ERP sistema deganingizga kecha ham o'sha darsda o'tirdik. Nechta odam programma qo'ygan deganingizda ko'pchilik qo'l ko'tardi-da. Yaxshi ancha rivojlanibdi dedim. Mana nima deydi, 70% mi odam qo'l ko'tardi-da shu o'tirganlardan. U ERP programma deganingizda qo'l ko'tardi-da. Oldinlar juda ham kam bo'lardi bunaqa. Hozir bir xil o'zi noldan yozyapti, rivojlanyapti. Yaxshi. O'zi mana shu ERP kecha deganingizga, qilamiz deganingizga, konsalting biznesi baribir shaxsga bog'liq bo'ladi-yu. Masalan, siz o'zingiz vaqt ustki qurilishga barib siz bo'lib qolar ekansiz-da, konsalting biznesda o'zingiz vaqtingizga bog'liq, keyinga olmaysiz.
Shunaqa gap eshitdim. Uni masshtablashtirishni bitta yo'li o'sha SaaS produkt qilish deb eshitdim. Ya'ni siz hamma o'zingiz o'sha bilimlaringizni, berayotgan bilimlaringizni bitta produktga yig'ib, o'sha produkt orqali anaqa taqdim qilasiz tadbirkorlarga. O'shanaqa yo'nalishda menimcha ketyapti Ibrohim akam deb xayolga keluvdi-da. Chunki anaqa Jovi degan programma bor bizda, ya'ni restoranlarni anaqa Sanjar akaning. Ular ham xuddi o'sha o'zlarini restoranlarda tizimlashtirgan bizneslarning logikalarni, metodologiyalarini unga qo'ygan ekanlar-da. Joviga qo'ygan ekanlar-da. O'tgan Ibrohim akam shu o'zlarining anaqalarini befoziga nima qilyaptilar deb o'yladim-da. O'shanga qildim. Ibrohimga yana bitta oxirgi savol. Mana o'zingiz hurmat qiladigan O'zbekistondagi, dunyoda emas, O'zbekistondagi eng top konsultant, biznes bo'yicha yo trener kimni bilasiz? Endi har xil sohalar bo'yicha mutaxassislarni aytishimiz mumkin. Sherzod aka Tursunovni, Barno opalarni aynan bu sohada aytishim mumkin. Hurmat qilaman. Ularni anchadan oldin kuzatib boraman. Rossiyada faoliyatlari paytida kuzatib boraman. Hurmat qiladiganlarimizdan yana Elshod Hafizov borlar. Bu oratorskiy iskustvo bo'yicha. Ya'ni Najot Nur do'stimiz. Shuni. Xo'p, kimlar bor yana? Hasan Husan Mamasaidovlarni. Kimlar bor? Alisher Avazov, Alisher Isayev, Kozim To'rayev, HR bo'yicha. Alisher Rustamov. Yana kimlar? Ko'p. Hammalarni hurmat qilamiz. Umuman biznesni rivojlanib masshtablashtirish kim deganda kimni aytgan bo'lardingiz? Birinchi biznesni o'stirish, masalan, boya aytdingiz, bitta do'konni do'kon qila olmaydi. Biznesni masshtablashtirish. Da eng masalan top mutaxassis deganda kimni, bitta odam kimni aytgan bo'lardingiz? Menimcha bu yerda bitta odamni aytib bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Ya'ni har bittasi har xil yo'nalish bo'yicha masalan. Kimdir nimadir bo'yicha yordam beradi, kimdir yana nimadir bo'yicha yordam. Chunki masshtablashtirish bitta nimadir bilan bo'lmaydi-da. Zo'r gap bo'ldi, zo'r insight bo'ldi. Demak, bitta soha bo'yicha bitta sohani o'zini olib masshtablash bo'lmas ekanda, demak, to'g'rimi? Kompleksni podxod qilish kerak. Kompleksni podxod qilish kerak. Zo'r. Ibrohim aka, kattakon rahmat vaqt ajratib kelganingizga. Salomat bo'ling. Qo'ldan kelgancha sug'urib olishga harakat qildim. Ba'zi narsalar qolib ketdi, uni bilamiz. Endi boshqa podkastlarda kuzatib ko'rib qolasizlar. Sizga rahmat. Salomat bo'ling. Ishingizni rivojini bersin. Salomat bo'ling. Salomat. Hozir qildik.